Ben ko'z oldida odam jon bergan. Unaqa ko'p bo'lgan. Bu haqida gapirish boshlasa birgina muzikani qo'yishga to'g'ri keladi-da. Men bildim, sen ko'chanikisan degancha. Ijoddan pul topaman, imini bu yo'nalishda, ya'ni rep yo'nalishida qilaman deganlar juda katta xato qiladi. Lekin biznesdan ham bittada pul topaman deb o'ylashmasin. Siz hozir aytgan butun biznesingizni tepasidan ko'chirib yoniga yopishtirib qo'yish bo'ldimi shunda? Menimcha o'sha hayotdan olib aytyapti-yu, ko'p sufchilar tegmas. O'zlari ham biznesmenlar, normalniy biznesmenlik, hech kim bilmaydigan, jim yuradigan biznesmenlar bo'ladi. Inshaalloh sekin-sekin bozorga kiryapmiz. Reper savob o'ylaydigan bo'lmaydi. Afg'onistonda ishlab chiqariladi, lekin bu domlalar bu yoqda Nashabangi. Bale. işte u qanaqa ilm bo'lsa, plyus olib keladigan действительно mana shu eng правильный ish, mana shu faqat o'sha o'ladi-da. Men to'g'ri ertaga o'laman deb hamma pulimni ishlatib kelib qolishim kerak degan fikrda yashaydiganlar ham bor-da. Lekin bitta fishkasi bor. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb O'sha kompyuter ichida o'sha QHD Pro degan programma bilmayman, men nima qilgan o'tdi u, o'sha bor edi. sizlar shu ashulalar bilan nimalarni targ'ib qilyapsizlar deb. Hamma o'zi uchun qabul qiladi, ya'ni Ochiq hayvon kabi yuguraveradi, lekin baribir Alloh berganini oladi o'shanda. Akazay, izleyiciler. Hammaga salom. Kamera mikrofonlar qarshisida Isfandiyor Husanov. Podkastimizni boshlovchilarini tanishtirib o'taman. Avvalambor o'zim, keyin Diyor aka, Yakubov Oybekovich. Menimcha tanishtirishga hojat yo'q ortiqcha. Qaysidir General Motors direktori boshqa deyishadi. Просто Diyor aka mani ham kimdir tanir va asosiysi bugungi podkastimizning mehmoni Sardor aka Vadanov, Alakazay brendining O'zbekistondagi vakili. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Rahmat mehmonga chaqirganingizni. Qanday keldingiz o'zi? Yaxshi keldingizmi? Podkastimizning to'g'risini aytsak nomi yo'q. Bu oldin olinmagan, keyin olinishi aniq, lekin oldin olinmagan. Xudo xolisa keyingisini olamiz, lekin nomi yo'qligini hisobga olib ham sizlarga taklif bermoqchimiz. Podkastimizning nomini qadriyatlarimizdan kelib chiqib, ya'ni qanaqadir o'yin kulgi, kayf haqida gapirish niyatimiz yo'q. Просто tak gap sotish niyatimiz ham yo'q. Maqsadimiz manfaat, lekin shaxsiy emas. Odamlarga, tomoshabinlarga qanaqadir manfaat bo'lsa, biz o'zimiz bilgan qanaqadir hayotiy insight, hayotni asqotadigan mavzularni gapirsak va undan tomoshabinlar qanaqadir manfaat olsa, shundan xursand bo'lamiz. Lekin hozircha o'sha aytganimizdek podkastimizning nomi yo'q. Kim shunaqa darajadagi, shunaqa saviyadagi podkastga saviyali, ma'noli nom topib bera olsa, biz o'sha insonga Alakazay brendidan arzigulik, ruschasiga aytganda stoyishi sovg'a beramiz. Kommentga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Qanaqadir hazilomuz, boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Unaqa narsalar e'tiborga olinmaydi. Chunki faqat saviyali, yaxshi nomlarni yozaverasizlar degan umiddamiz. Yaxshisini bittasini tanlab, u insonga Alakazay brendidan zo'r sovg'a beramiz va o'zini ham podkastga chaqirishimiz mumkin. Nimagaki, yaxshi saviyali nom topib olgan odamni o'zi ham saviyali bo'ladi. Eng kamida u inson bilan suhbat ham qiziq bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Sardor aka Vadanov, Alakazay brendining O'zbekistondagi vakili. Podkastimizni xudo xolisa boshlandi. Qalay keldingiz? zo'r. Alakazay. Ko'plar uni baribir choy deb biladi. Ko'pchilik choy deb biladi, kısaca Alakazay brendini, lekin mana o'zi brend vakilidan so'rasak, Sardor aka, Alakazay brendida nechta mahsulot bor, necha xil mahsulot bor? O'zi paydayu Alakazay brendi 200 dan oshiq mahsuloti bor. Bizga hozir kirib kelgani 110 xil turdagi mahsulot kirdi. Da. Пока shu bilan kirg'izsa, keyinchalik уже inshaalloh shu производствoni yo'lga qo'yib, importdan eksport variantiga o'tish maqsad. Asosiylari nima o'sha? Asosiylari bu non-food va food kategoriyasiga bo'linsa, foodda shu choy, ichimliklar, gazli, gazsiz, hozirgi o'sha как раз mana
sezon kelyapti. Shu napitkalarimizni полный готовностda turibdi hozir. Bozorga kirish. Non-foodda bolalar tagligi, dermatestdan o'tgan Yevropadan влажный salfetkalar, gigiyenalar uchun, kattalar va bolalar uchun ham. Shampun, zubnoy shot. Shampunlargacha bor o'zi. Kofe, bu kirmagan mahsulotlar. Hozir bizda bori o'sha bolalar tagligi, napitkalar 11 xili, 4 tasi energetik, qolgan shu kola, bez sahrasi, alakazay kola, alakazay bez sahri hammasi o'zini shu lichniy brend qilib chiqargan, uni hech kim bilan qanaqadir kontrakt tuzib, savmesni chiqarmagan, o'zini lichniy o'sha katta Afg'onistonda zavodini qurgan, napitka bo'yicha. Qolgan hamma mahsulotini zavodi Dubayda joylashgan. Glavniy ofis Dubayda, Dubaydan keladi. Shu bottiga hozir katta vakillardan shu Dilfiz opamiz va shu Hasan akamiz bor. Biz endi shogirdlarimiz sekin-sekin mana shu bizga ustozlik qilib, qo'ldan kelgancha nima naviklari bo'lsa o'rgatishyapti. O'shani sekin qo'llayapmiz. Alakazay o'zi rejalari qanaqa endi xolos? Alakazay rejasi katta. Hozir marketing hali strategiyasi o'zi qo'yilgan. Endi o'sha vaqt soati kelyapti. Ko'pchilik hali bilmaydi kirganini ham. Hali xabari ham yo'q. To'shta Alakazay bu Dubay brendligini ham hali xabari yo'q. Chunki undan oldingi kirgan paytida media kuchli bo'lmagan, hamma endi o'zicha fikr qilgan, kimdir местный deb o'ylagan, kimdir turetskiy mahsulot deb o'ylaydi. Lekin bu o'zi вообще в общем aslida Dubay brendi, Dubayga tegishli brend. Международный уровеньda 50 yildan beri bozorda bor. Negadir ko'pchilik Turkiyada bo'lardi, chunki Turkuaz bu paytida Turkuazda ko'p bo'lardi bu brend. Men Dubayda ko'rib qolib, aeroportda hayron qoldim-da. Именно shu mana shu o'zimizning supermarketlarda sotilayotgan energetiklar boshqalar aeroportda prям reklamasi bomba ekan. Hozir qayerda bor Toshkentda hozir? Kimlar bilan ishlayapti hozir? Toshkentda Makroda bor, Setivoy anaqa bo'yicha, Toshkentda hamma rynokida bor. Shu bozorlarida, do'konlarda targov представительlarimiz hamma rayonlarda yuribdi. Mehnat qilishyapti, xudo xolisa. Inshaalloh sekin-sekin bozorga kiryapmiz. Bu napitkalar xuddi sartaroshga o'xshaydi. Toki borib yurasiz, lekin bitta borib qo'yingizga faqat yaxshi bo'lgani uchun o'sha yoqqa boraverasiz. Alakazay ham mana ko'pchilik hali bexabari bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin bitta ichib ko'rgandan keyin qayta sotib o'veradigan narsa ekanda. Ayniqsa ichimliklar. Narx-navochi. Narx-navo o'rta segment tanlangan. Bu degani qimmat emas, arzon emas. Lekin sifati высокий. Da. Sifat, kстати, premium sifatda. Premium sifatda, narxini nimaga biz unaqa qildik? Qo'ldan kelgancha чтобы hamma ishlatib ko'rsin. Ishlatib ko'rgandan keyinchi? Ishlatib ko'rgandan keyin inshaalloh я думаю, что уже выбор endi за klientами, за потребителями, iste'molchini endi hurmat anaqasini выборini hurmat qilamiz. Shuning uchun biz ayta olmaymiz faqat Alakazay olgan yoki Alakazay zo'r. Aytmoqchi bo'lganim, hozir narx masalasi premium действительно insonlar o'shani ishlatib ko'rgandan keyin bu top narsa ekan deb olib ishlatayotganidan keyin sizlarning savdo ile tam deydi sama reytingda birinchi o'ringa chiqib ketgandan keyin uni narx-navosi o'zgaradimi? O'zi средний уровень maqsad чтобы люди же использовали это, знали вот премиум deb tanittirish uchun qilindi-ku. Tanil bo'lganidan keyin narx-navo qanaqa bo'ladi? O'shaning uchun ham biz hozir buni ustida ishlab, investitsiya Dubay o'zi bo'tga ham hozir kirishi, Dubay kirgan. O'rtada pauza bo'lib qoldi-da, orada o'sha faqat choy kirgan paytlar bor edi, o'sha yoshligidagi, keyin orada pauza bo'lib chiqib ketdi. Bir xil sabablarga ko'ra. Hozir qaytdi, yana o'zi kiryapti. Как bu o'rtada odam yo'q, qanaqadir investitsiya qilib uni pul tikib olib kirayotgan, o'zi Dubay, o'zi glavniy ofis. Maqsad investitsiyani O'zbekistonga olib kirtirib, bu yerda производствoni yo'lga qo'yish va SNG davlatlarining ichida biz Alakazayni распространитель o'sha SNGga tarqatish bo'yicha hozir ishlarni qilyapmiz, o'ylayapmiz. Baza shu yerda bo'lar ekanda. Da, SNG bo'yicha baza ham, zavod ham shu yerda bo'ladi. Chunki
o'sha производствоdan yo'lga qo'yganimizdan keyin avtomatik baribir narxga ta'sir qiladi. O'sha bundan ham kerak bo'lsa, shu narxini tushirish maqsadi, чтобы ko'proq yana odamlar byudjeti yetsin deb bu narsaga hozir aniq qilamiz. Logistika bo'lmaydi-da, уже как бы, да? Logistika bo'lmaydi, уже ko'p narsalarni расходы kamayadi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana misol uchun bu Afg'onistonda ishlab chiqariladi, lekin bu как бы made in Dubai deb aytiladi, to'g'rimi? Или как? Yo'q, Afg'onistonda, chunki Afg'onistonda любой narsa qayerda ishlab chiqarilsa, o'sha yerda nomi yozilishi kerak. Endi ana brend o'zi dubayskiy bo'lgani bilan Suv 2004-yil zavodi qurilgan. Bu o'zi suvlar kecha chiqqan suvlar emas. Bu suvni o'zi allaqazay dunyoda 40 ta davlat bilan сотрудничество qiladi, hamkorlik. O'sha 2004-yildan beri bu dunyoga tarqalyapti. O'sha Vostok tomonligi, Yevropa tomonligi, Severniy Amerika tomonligi, SNGda o'sha bizga mana endi kirdi. hozir mana 2004-yillarda menimcha energetik degan narsa yo'q edi. Faqat choy bo'lgan. Yo, bular endi orasida qaysidir variantlarida kecha chiqqani ham bor demoqchiman. O'zi zavodning qurilishi 2004da bo'lgan, u yerda birinchi ishlab chiqarilgan suv kola va kola bez sahri. 2004da bu ma'mulani zavodi. 2004da boshlangan-da. Yo, просто mana hozir energetik bez gaz ekan-ku. Men o'yladim, 2004-yilda, значит, bez gaz energetiklar bo'lgan ekan deb o'ylab qoldim. Yo, kola endi orasida qaysi bir 2010 chiqqan, qaysi bir 2015 ishlab chiqarilgan. Birinchi zapusк 2004 bo'lgan. Ichimliklarni Da. Kola bez sahri bilan boshlangan. 22 yil bo'libdimi shunda? Bo'pti-da, seriozniy bo'pti. O'zi tegi 50 yil o'tdi. Brend o'zi tegi 50 yil, ya'ni ichimlikning o'ziga 24 yil. 22 yil. Xo'p. Men sizni birinchi Diyor aka Reels'larda ko'rganman-da, biznesmen degan. Diyor aka bilan qanaqa tanishdingizlar? Shu haqida aytib bering. Bu bilan yoshlikdan o'rtoqmiz. O'zi mana shu temalarni boshlaganimizda ham og'aynimga aytdim. O'rtoq, endi o'zing bitta chiroyli trek qilib bermaysanmi? Trendga chiqib ketadigan. Keyin og'aynimiz shu ijod qilib biznesmen tregini yaratdi. Kim bu biznesmen? Breaky got a brand. O'zlari ham biznesmenlar, normalniy biznesmenlar, hech kim bilmaydigan, jim yuradigan biznesmenlar bo'ladi. Da, o'zi bundan endi bu hozir как hobbiyda, menimcha senga. Shunaqa. O'zi baribir ham o'zi oila, bola chaqali, tirikchilik, o'zini dvijuhalari bor endi. Endi ko'plar o'ylaydi, что bu yo'nalishda qanaqadir katta daromad topaman deb kimdirlar balkim hozir boshqadan noldan boshlab ijod qilib, havas qilib, niyat qilib yurgan bo'lsa, kimdir misol bordir ham shunaqalar. Menimcha bunaqa qilish kerak emas deb o'ylayman. Urg'uni baribir ham tirikchilik, boshqa narsalarga, savdo sotuv, mana shu biznes sohasiga berish kerak, lekin ijoddan pul topaman, imенно bu yo'nalishda, ya'ni rep yo'nalishida qilaman deganlar juda katta xato qiladi. Lekin biznesdan ham bittada pul topaman deb o'ylashmasam, shuni ham aytib o'tib ketganda. Ya'ni musiqa arzimaydi demoqchilar, o'zlarini dunyoqarashlaridan kelib chiqib. Imенно mana shu yo'nalish demoqchiman. Rap. Da. Bu unga nima To'yga chiqa olmaysan deb. Bunga qanaqadir nima plus olib kelishi mumkin, agar qanaqadir to'g'ri gap gapirsa, o'sha gapni kimdir eshitib qanaqadir o'zgarsa, o'shandan o'ziga Shunaqa manfaat endi menimcha siz aytib o'tgan narsani savob, reper savob o'ylaydigan bo'lmaydi. Men o'ylayman, ko'proq tanilish birinchi o'rinda bo'ladi, katta. Chunki u tanilishdan pul kelmasa ham odam o'sha tanilish o'ziga nafsi qonib beradi-da. Ko'pchilikda u baribir tanilishga taqaladi, keyin u konsert, keyin o'sha omma, keyin pul bo'lishi mumkin. Ko'pchilik lekin reptirlar pulni o'ylamaydi menimcha. O'sha mukkasidan ketgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun qiladi. Da, aytganingizdagi imенно rep arzimasligi mumkin. lekin bitta fishkasi bor. Agar ko'tarilishni o'ylamasa, chista o'zi xohlab shu narsani qilsa, ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Lekin ko'tarilganning foydasi yo'q. Bekorga vaqt o'tib ketadi. Baribir qaysi tomonlardan borsa ham shu yo'l yopuvdi, g'alatada. Uni faqat o'zi xuddi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb
o'zi uchun yozishi mumkin, lekin buni qanaqadir maqsad ko'zlab kirishishi o'zi nito'da bu tema. Ikkinchi, uchinchi darajalarga qo'yib qo'ysa, o'sha topda bo'ladi. To'g'ri, lekin u ham medinniy odam bo'lib ketib, misol uchun bizga to'g'ri kelmaydigan qadriyatimizga deydim, nima deydi, shu to'g'ri kelmaydigan reklamalarni qilib foyda ko'rishi mumkin, lekin u уже ozgina reputatsiyasiga minus bo'ladigan narsa. Ham o'zini vijdoni uchun ham g'alatiroq bo'ladi. G'alati, o'ta g'alati deb bilaman. Oxirgi eshitayotgan treklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, targ'ib ko'payib ketdi-yu, oxirgi paytlarda treklarda kimdir erga itoat qilmaslikni targ'ib qilsa, kimdir kuf suf degan ashulalar chiqsa eshitdingizmi yo'qmi? Dam solguncha borib qozonga yog' solib, ovqat qil. Endi u-da. Ular ham manimcha o'sha hayotdan olib ketayotdi-yu, ko'p sufchilar temas. Bir tomondan shunaqa, hozir kim nima qilsa, agar baxtli yashayotgan bo'lsa, uni to'g'ri o'qitib olgan degani qara bo'ladi. U ham menimcha stop trek. Просто ustan xotirgan, da shunaqa men tasavvur qilib keyin o'qitib oldim. Lekin aslida unaqa emas deb moqchi bo'lganda, pasli o'zi ashula. Ya'ni da ya takoy deb ustidan qotyapti, samanga tuhmat qolsan, da shunaqa men dedi. Lekin aslida bu tuhmat san qilayotgan narsang degandek aytilgan. Shunaqa tushundim u ashulani. Короче, o'zi tegi o'zi shunaqa. O'zi tegi shunaqa, tabiatdan shunaqa. Kim? O'sha kim bo'lsa hamda u balkim ko'plar o'ylaydi, on специальный obraz qilyapti, shunaqa jinnilik qilyapti. Yo'q, o'zi jinni-da. Tabiatdan o'zi внутри u jinni o'sha narsa chiqib keldi, narigi kameraga o'sha bo'tdi. U jinni bo'lib qolganining sababi nimadirga muhtojligidan emas, o'ylayman, dальше уже ketdi. Avlod. Lekin auditoriyamchi последний время mana shunaqa jinnilarni ko'rish qiziq bo'lyapti-da. Nima edi bu? Yo, mana jinnini qaraganda bir-biriga yuborib qo'yapti-da. Yo, lekin kulib ham qo'yapti-da, ya'ni qiziq ham bo'lyapti. Misol qanaqadir bir aqlli temalar chiqib qolsa, pralistat qiladi. Hamdaqa tufti temalar chiqib qolsa, dakansa ko'ryapti-da. Ya'ni narsalar ancha oldindan bo'lgan, ya'ni o'sha Rim paytidan xleb и зрелище, odamlarga shu uchun shou qiziq bo'lgan. Jinni sanqi narsaga o'tib qoldi, shu hozir aqlli narsa bilan qanaqa shou qilish mumkin? Saviyali, ma'noli shou yo'q-da, unaqa. O'sha qayerdadir 11 yoshli bola 9-sinf, 8-sinf qizni nimadir qilib qo'ydi, keyin bu chiqib keldi bola qarindoshini bitta qizni nimadir qilib qo'ygancha, jim seni dedi, men o'shim nima qilganim yo'q debchi. Anaqada puzgavalet o'zbekcha versiyasi. Ey to'xta seni. Sen to'xta bir nari borsa saviyali shou qildim deb o'shani aytish mumkin. To'g'ri saviya o'zi yo'q deb, chista qilgan yomon amalini oilaviy обсуждение qilishadi, hamma o'tirishadi, yo bu bolani o'zi yomon ekan, bu unaqa ekan. Da rep bo'yicha ham qilishni ko'rgan bo'lsangiz, именно shu puzga valet o'zbekcha versiyasi esimda yo'q, даже boshlovchisi bor, taniqli, ko'pchilik taniydi, men даже otini reperlarni chaqirgan, yig'gan. Borildi. Sen ham borgansan, misol uchun. Men ham bordim. Borildi. Xullas, o'zingiz qilishdi, hech bo'lmasizmi? Просто ustan qotishdi. Aniqda litsenziya beriladi deb to'paloq. Qasiga reperlarni yig'ib qo'yib, domla bir odam ularni otsenish qilishi mumkin. U mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Yosh katta xotinlar, sizlar shu ashulalar bilan nimalarni targ'ib qilyapsizlar deb o'tiribdi-da. U targ'ib uchun emas, u agar targ'ibotchi bo'lganda, u o'qituvchi bo'lishi kerak edi. Siz qanaqa reperdan qanaqa targ'ibot kutyapsiz? Va-первых, mantiq qiziqmaydi. Ani boshqasi bor edi. Sizlar o'zi metroga qanaqa kirdinglar? Desa, eshikdan shunaqa shu. Ularni chaqirib olib, lishbi, как будто mehmonlar yomon, bu yerda o'tirgan sudyalar voshi zo'rda, как будто ularga hamma dunyoni butun savobini olib, jannatning kalitini qo'liga topshirib qo'ygandek o'zini his qilishadi. По сути, вы тоже обычные грешные люди. Ya ular o'zi va o'sha kelgan mehmonlar ham biz repmiz deb shu zareb tarant qilgani ham sal g'alati-da. Unaqalari ham bor edi, normalniylari ham bor edi. Unaqalari ko'proq edi, lekin siz aytayotgan. Zachем? Ha, eng qizig'i ular xursand bo'lgan, biz televideniye chiqib, kimdirlar soqolini olgan. Erinmasdan. Ha, bu britvaga kirib, soqolda jalka emasdir, qanaqadir, lekin kirib britvani o'shani deb qo'lga olish erinardim, menga jalka bo'lardi, tipi vaqtimni o'shani deb ketqizish. И как будто kelib yo'da ulug'lashsa mayli ekan ularni. Rezultat berdimi o'zi? Yo'q. Shu balkim bittasi aytdi. Men rep deganda Eminemni tan olaman, boshqa dedi, keyin chiqib keldi. Men bildim, sen ko'chanikisan. Sen ko'chanikisan. Ko'chanikisan.
Shu uni o'zini ustidan qotib tashlashdi. Samida Eminem eshitadigan debdi. Da odamlar o'sha narsani ko'rib ham to'g'ri zaharlab qo'yish mumkin-da o'zini miyasini. Это как маркетинг, да? Да. Везде рекламируют, алаказай, ты идешь потом автоматически o'sha Fazlidan marketolog aytganda miyada shakllanib qoladi, u yerda eshitadi, bu yerda ko'radi, oxir do'konga kirganda oladi. Также shu mana shunaqa videolarni ko'rib oxiri o'zi shunaqa video qilishni boshlaydi, ili hayotida o'sha ishlatar ekan. Bezdeli игрушки deyapti. Shunaqada televizor ham. Ne, смотри-da, men qara, misol uchun alakazay marketing qilyapti, mana shunaqa xotli qilyapti, videolar, blogerlar bilan ishlayapti, radioda gapirtiryapti, odamning miyasida shakllanyapti, u borib sotyapti, to'g'rimi? Maqsadi mana shu narsani sotish. Lekin o'sha g'alati videolar, jinniliklar uni tagidagi maqsadi nima ekan? Подписчик ko'paytirish. Подписчик это ko'paytirish uni o'zi qilayotgan. Lekin uni tagida baribir kattaroq qanaqadir marketolog bormi deb o'ylayapman-da. Nima deb o'ylaysizlar? Kimmi? Вообще под индустрияны. To'qilyapti. Или люди сами-то думают, что Игруши aytdim, игрушки deyapti debchi. Boy kitob o'qiyotganda, o'tirganda aynan shu internet haqida, internet qanaqa qabul qilish kerak, boshqa yozilgan. Birinchi kirish joyini o'qidim. O'z kirishdan yo'g'iga o'tolmadim qizig'i. Vaqtim yetmay qoldi, keyin bu yoqqa kelishim kerak edi. Yozilyapti. Rostdan ham olib qarasangiz elementar gap, lekin chuqurroq qarasangiz ozgina ko'zni kattaroq ochishga undaydigan gap. Oldin urush maydonlari bu tank, raketa, qanaqadir podvodniy lodkalarning raketalari, shunaqa narsalardan iborat edi. Avtomat, pistolet, bombadan. Hozir u narsalarga hojat qolmadi. Hozir poligon internet bo'lib qoldi. Sen agar bir natsiyani, millatni zaharlamoqchi bo'lsang, bu yoqqa qanaqadir bomba otishing yoki boshqa qilishing shart emas. Shunchaki internet orqali yomon targ'iblarni berib qo'y, u millat o'zini o'zi yeb, o'zidan o'zi qurib ketadi. Ana shu ashulalarni aytamiz. Aytishlaricha qizlarda logika yo'q. O'tamiz oppoq o'tdagi kiyo. Bilamiz faqat ovqatni go'yo. Qulog'imizda yuraklarga yo'lon. Oshxona emas jon yuragingda. Harakatdan bo'lagingdan. Nimaga olib kelyapti to'yga? Oila ajrashib ketadi. Mayli bolasi bordir. U boladan keyin qanaqa avlod shakllanadi? Oila qurishga cho'chiydigan shakllanadi balki. Qurmas. Yoki bo'lmasa farzand ko'rmasdan ajrashib ketadi. Ikkalasi ham ishonch qolmas oila qurishga. Okey, bu oxir nimaga olib boradi? Millat kamayishigami, aholi kamayishiga. Koreyada eshitganman, aholi oxiri kamayib, juda rekord darajada kamayib ketdi deyishdi-da. O'sha turmush qurishdan qo'rqishlar, turmush qurishdan qo'rqishadi, boshqa qilishadi. Bitta jinsli oila qurishlar bo'lyapti, boshqa. Oxiri millat qurib ketgandan keyin nima qoladi? U millat o'zi qolmaydi-ku. Men o'sha ashulani, o'sha boyaga aytilgan ashulani avtori bilan gaplashganman-da, o'shani Home Office'da ko'rishganimizda, zakulisiya o'tirib gaplashganimizda, men unga aytganman, bu g'alati emasmi deganimni, u aytgan hamma o'zi uchun qabul qiladi, ya'ni ashula o'zgartirib yormaydi insonni. Abror Muxtor Aliyev bir gaplari bor edi. Million haqida gaplari, millionda Davron Kabulov aytgan. 20 yil ichida berilmagan tarbiyani 2 soatlik konsert buzib olmaydi degan fikr aytgan. Eshitilishidan wow eshitiladi, lekin po faktu javob bergan Abror Muxtor Aliyev shunaqa javob berganlar. Bo'lmagan gap. Men agar Xudodan qo'rqmaganda 5 minutda buzib olmadim deganlar-da. Bu gap rost ekan. Anu gap afsonaviy eshitiladi, lekin men bu gap oson. Odam bilan 5 minut suhbat qilib, qanaqadir miyasiga fitnali g'oyat qilib qo'ysangiz oson. U yoqda bo'layotgan narsa nima? Ashula, muzika, bitlari hammasi odamni qayta-qayta eshitishga undaydigan qilib turib, uni ma'nosiga noto'g'ri ma'no qilyapti-da. Xuddi o'sha G'ofur G'ulomning Shumbola asariga o'xshab asar вообще zo'r, o'qish qiziqarli, kinosini haligacha qayta-qayta ko'rishadi. No, по сути, это написал еврей, как говорится. Uni G'ofur G'ulom oyisi еврей bo'lgan deyshadi va mayli oyisi boshqasini bilmadim, lekin siz o'qisangiz, kinosini ko'rsangiz, o'zbeklar u yoqda qanaqa ko'rsatilgan? Rusdan o'tib, rus odam turganida Kudasi, zdrasti, домой deb o'tib ketib, o'zbekni qanaqadir latta purish qilib ko'rsatib qo'ygan, landovr qilib ko'rsatgan. O'zbeklar ustoq qotilgan demoqchiman. Domlalar bu yoqda nashabanga. Bale. Bu
o'tirib ayoqda qanaqadir siyosatni Germon degani to'rtta ko'zli, to'rtta quloqli, unaqa ekan, bunaqa ekan. Domlalarni mana shunaqa qilib ko'rsatib qo'yganda va uni o'zbeklarni o'zi sevib ko'rgan va haligacha ko'radi u narsani. Targ'ibot tagidagi propagandani ko'rmaganlar haligacha ko'radi-da. Qancha qanaqa strashniy narsalar bor u yoqda. O'sha propagandaning ta'siri nima bo'lgan oxir oqibat? Domlalarni o'zi ham farishta emas degan g'oya kiritilgan. U badgumonlik ochiqdan ochiq. Sen birinchidan qayerdan bilib o'tirsan, domlami oddiymi, gunohkormi, gunohkor emasmi deb, во-первых. Sen oldin o'zing so'zingiz qil degan narsa turibdi bu yoqda. Ikkinchi masala, anonsi ham bor. Oilali ayol bitta erkak bilan xonaga kirib quchoqlashib o'pishib o'tiradi. Shunaqa ssenasi bor. Kelib shu paytda. Ya'ni это возможно, o'zbeklarda это нормально qilib ko'rsatilgan. Ering bo'lsa ham kirib ayoqda qorong'i joylarda quchoqlashib bunaqa o'tirishing mumkin deyilganda, oshayotgan sahnasi bor-ku, zapal bo'lib qoladi. Ikkitasi shunaqa o'tirganda bechara bekinib oshiydi. Ko'rgan bo'lsangiz, ani o'ynashganda o'sha holat qo'lida. U yoqda erli ayol bo'ladi haligi. Eridan qochib kirib olib, ani o'ynash bilan o'tirgan bo'ladi. Eringiz oramizdagi sirdan xabardormi deymi? O'zbeklar uchun bu narsa normal holat. Bosuringlar gazni, вот показываем degandek narsa bo'lgan. Hazil qilib, Hozirgacha ham xiyonat zapal tarqatyapti internetda, er ayolini ushlab olgan, ani olim manasi har xil shunaqa videolar chiqqan-ku. Baribir ta'siri qaysidir qisman miqdorda bo'lgandir, что u kinolar u paytdan keyingi pokoleniya unaqalardan tug'ilgan bolalarga keyin o'tgandir bunaqa genetikalar, tushunasizmi, qadriyatlar. Ya'ni baribir o'zini miqdorini ishlaydi. G'ofur G'ulom masalasida yana eshitganim, o'zi Abdulla Qodiriy jadidlarni tutib berilishida ham quloqlik qilgan deyshadi. Men конечно tepasida turmaganman. Shunaqa teoriya bor, hamma ishonchli qilib aytadi. Propaganda. O'sha propaganda qanaqadir серьезный komandalar ishlar ekan-da, tushunishim bo'yicha. Все равно это запланированное o'sha tegida nimadir-ku. Xo'p, boyaga ashulaga qaytsa-da, ya'ni boyaga ashula. Buni avtorini aytdim-ku, ko'rishdim deb. По нему не скажешь, что он какой-то пропагандист. Он обычный пацан. С головой, что ли, там? Либо у него, ну, не знаю, u shunaqa deb. U shunaqa deb, men to'g'riman deb o'ylaydim, bilmadim kimga qanaqa. Но я не думаю, что за ним кто-то стоит, чтобы он давай вот так делает. Может, даже и стоит, не знаю. Ну, я некоторые вещи... Nima bo'lsa ham o'sha bolaga aytmoqchiman, bunaqa qilish kerak emas, barom ertaga javobi bor. Mayli bu yerda hech narsa bo'lmasa ham. Yo, bu yerda bo'ldi, kстати. Avvalambor hech kim boshi tushmasin, nima ko'rdim. Da, bo'lishi mumkin. Ну, eng yaxshisi bu yoqda bo'lgan yaxshi har holda, chim u yoqda bo'lgandan ko'ra. Ну, ты про кого говоришь, это не он. А это не он, это текстовик. Рядом. Текстовик. Да, это его рядом. Ну, baribir tepasida turgan odamga jabr keldi. Mayli, avvalambor mushkuli oson bo'lsin. Месси сказал, вот здесь надо вот так сделать. Человек, я думаю, он неплохой человек. Да, o'sha nimadir amalda xato bo'lgandir u. Mushkuli oson bo'lsin. Shu tepasida turganini aytaman. Da, yozgan odamni aytmayapman. Ну, baribir labelga asos solgan odam o'sha-da. Aytayotganim, hammani to'g'ri yo'lga o'zi shu olishi nasib qilsin. Glavniysi men aytmoqchi bo'lgan narsa, u o'zi uchun narsani to'g'ri der, boshqa der, lekin vijdon degan narsa bor, uni hayotda bloq qila olmaysiz-da. Vijdon bor va uni bloq qilib bo'lmaydi. Agar ichidagi vijdoniga teskari yashayotgan bo'lsa, hayoti baribir o'xshamaydi ko'pchilikni. Vijdonni aldab bo'lmaydi. Vijdonni aldab yurgan odam hayotdan bahramand ham bo'la olmaydi, boshqa ham qila olmaydi, hayot ichida g'alaba bo'ladi. Hamma o'zini vijdoniga ko'ra yaxshi yashashini tilab qolamiz bu mavzuda. Mana misol Alakaza mamini qo'yotdi-da, Qilichtonni, tak buni mana bankasi mana qilamiz, mana foyda bo'lsin, zarar bo'lmasin deb o'ylab kashf qilyapti-da, lekin ana ashula demay, tak bu bizga prosmotr olib kelish kerak. Bu короче virus bo'lish kerak. Problema nima bo'lyapti? Короче, jenshinalarimiz ozgina o'rin tushib ketyapti, короче. Qulga yaqinroq qaralayotgan ekan kelinlarga degan mavzuni olyapti-da, и прям bu yoqdan короче raketa uchiramiz deb maqsadiga yetyapti, lekin o'ziga zarar ko'ryapti-da. Я вот что думаю. Sizlarimiz hisob-kitob, kalkulyatsiyamiz bormi? Nima oldin o'ylaymiz. Я думаю, у них такого нету. Им кажется, что они на жизнь проще смотрят. Но вот это proще qarash orqasida juda katta zarar yotadi, hisob-kitob qilmasdan yashashi. Hop, buni aytdim, keyin pakilib. Oddiy narsa. Hop, shunaqa ashula yozildi. Hop, qizlar uni eshitishni boshladi. Keyinda itoatsizlik bo'lib ketdi.
Keyin nari borib, u eridan olyapti, oxiri erga bunaqa xotin kerak emas, ajrim bo'lyapti, ajrash. Endi men bilmadim, kimdir tepa qavatda yashar, lekin past qavatda yashagan odamga ham zilzila seziladi, to'g'rimi? Zilzila bu hech kim uchun приятный narsa emas. Zilzila yoqimsiz narsa. Endi ajrim masalasiga keladigan bo'lsak, bizani yaratgan zotni ajrim arshini titratib oladi deyshadi. Землетрясение для него. Это какое неуважение и натурыш против Создателя. Bu qilinayotgan ashulalar oxiri shunga olib boryapti-yu. Arshi titrashiga olib boryapti. Куда ты двигаешься, чувак, sizda? У них такой калькуляции нету. Они типа Biz nima предпринимать qilishimiz kerak deb o'ylaysan? Men o'zim uchun предпринимать qildim. Bu temada ancha ko'rdingiz buni. Lekin bilmadim, senga so'z bilan hujum qilsa, so'z bilan hujum qil deyiladi. Olov bilan hujum qilsa, olov bilan hujum qil deyiladi. Eng yaxshisi ham bor, undan ham ko'ra senga bu narsa hujum qildi. Mana shayximizning gaplari bor. Sen kimdir loyotgan bo'lsa, sen ham javob bilan otma. Yoki sen agar otsang, balki tegmas, otgan narsa qo'ling loy bo'lgani qoladi deyiladi. Balki siz unga so'kib gapirsangiz, u abida bo'lmas, unda xafagarchilik bo'lmas. Lekin siz shu so'kib qo'yganingiz qoladi. O'zi men bitta yosh kattaroq toka bilan gaplashganimda o'sha media haqida bir ikkita filtr haqida gapirgan. Bilmayman, может это действительно nima deb o'ylaysan? Aytgan, короче, misol uchun sen ashula qilsan va u ashulada aytsan, ichma chakma. Buni распространенияsi, algoritmi balovatlari tarqalishi misol uchun 5000 prosmotr bo'ladi. Lekin sen ichamiz, chakamiz desang, bu 1 millionga boradi. Lekin sen uni sistemani aldashing mumkin. Men ichardim, chakardim. Lekin baribir ham uni mazasi mamnaqa bo'lgani bilan bu noto'g'ri deb aldab qo'ysang bo'ladi sistemani. U lekin baribir 1 million bermaydi, 100-200 ming beradi. O'rtaroq. Bu реально так думаешь? Так думаю, chunki sizni misolingizda ko'rdim-da bu narsani. O'shani aytolmanda, bu действительно shunaqa ekan-da, o'shaning uchun ham g'alati videolar to'pda-da, brat. Хочешь, не хочешь. Siz Biz ba'zida o'ylaymiz, что millionga chiqqan. Hozirgilari da million emas, lekin qadri boshqacha-da. Boshqacha qarashadi sizga. Status bor. O'sha u o'zi sistema algoritmi shunaqami yo odamlarning o'zimi tipi mashi menga kerak, menga kerak emas, menga dotdim ekan. Saviyani mana shunaqa qilib qo'yish menimcha deb o'ylayman. Endi buni ham kimdir o'ylab topganda. Asosan baribir odamlarda gap. Teoriyalar, qanaqadir teoriya zagovori bo'yicha bir nima deb bo'lmaydi. Bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin-da. Bo'laman desa hech gap emas. No, baribir hamma gap realist, biz mistikada emas, realistni gapiradigan bo'lsak, значит, odamlar o'zi ham shunaqada, katta qismi. Odamlar shu narsa qiziqda, ularga mush ish ham qolmas. O'sha nimadir, mana bunaqalarni targ'ib qilamiz, to'pga chiqaramiz, YouTube'da hamma ko'rsin deb tepadan bosib o'tiradigan odam o'zi yo'qdir balki. Bo'lsa ham hech gap emas-da bo'lishi. У каждого рекомендация же har xil от того, что ему нравится же, да, преподносится. Да, кстати, mana shu narsa bo'yicha Amerikada, hozir biz aytamiz, televizor hech kim ko'rmay ketdi. Amerikada shunaqa tizim yo'lga qo'yilgan ekanki, internet televizor, lekin internetda chiqadigan, misol uchun serial tugadi, orasida reklama chiqadi. O'sha narsalari siz ham shu kanalni ko'rsangiz, mana o'sha kanalni ko'rsam ham, ikkalamiz har xil narsalarni internetda qidirganimiz uchun sizga boshqacha reklama chiqarkan, menga boshqacha reklama chiqargan. O'sha urovenda. Boshqa urovenda. Hozir hamma o'ziga yoqqan reklamani ko'ryapti yo'qda yashaganlar, tushunasizmi? Sistemalar o'zgarib ketgan, targetli reklamalar o'sha televizor. Кола или что-нибудь есть такое? Sugar free bor ekan, bez sahar. Не. Кстати, давай. Yaxshi. Choy suv bo'ladi. Choyda Suv choy. Кстати, men bu QR kod что за тема? Shartmi shuni qilish? Обязалованы? Bu endi yangi ishlab chiqarilgan tema, endi bu o'zi neudobство ko'p narsa yaratyapti bu imminni importyorlar uchun ham, ishlab chiqaruvchilar uchun ham. Bu endi hozir prostami или действительно bu QR kod bitta shu tovarning o'zini QR kodimi или общий yana qanaqa? Yo'q, har bittasiga отдельно yopishtirtirasan, и отдельно o'sha informatsiya, bu markirovka deydi. Что sen mana shu suv rastamoshka qilib olib kirding, sen shu suv uchun налог to'laysan, и sotgan odam ham как бы mana shu narsa uchun bu отслеживание-da.
Brat, men hozir qarab, olib kiryapsam, bir vagon. Har bittasiga отдельный QR kod. И этот каждый QR kod именно bitta tovarga. Markirovkada bu shu. Bunga to'lov bormi? Конечно. Siz havodan tegishli keladi pul. Bu narsa ham endi aytolmanu, bitta головной bo'ldi, bu ham o'zi tadbirkor uchun, o'zi bilmadim endi. Mana shunaqa lenta ishlab chiqarib, chekovый o'sha QR kodli baza qilib ochsa bo'lar ekan, dedimi? Tamoshkani bitta chekkasini olib ket avaringni urib beraman deb. Aynan shu QR kod bo'yicha bitta rolik ko'rdim-da. Bittasi piva qimmat, bittasi o'sha pivaga o'xshaganroq arzon pivami nimadir. Reklama kesib olamiz. Chiqib, haligi bola olyapti-da, arzon tabardagi narsani qimmatga yopishtirib qo'yapti, kassada o'tkazib oladi, kassir ham qaramayapti-da, arzon turib chiqib ketyapti. Shunaqa temami bu ham shunaqa ishlaydigan narsami? QR kod. Da, buni misol uchun ofitsialni ishlayotgan hozirgi do'konlar deyilu boshqalar busiz sota olmaydi. Kassada bu yog'idan uradimi yo Mamitdagi barkoddan? Buni umuman aloqasi yo'q shakal, kassa. Aloqasi yo'q. Busiz agar haqqi yo'q sotishga korоче. Bu markirovkada bu уже har bitta mana misol uchun pomegranat palonchi shtrix kodli, manimcha nomerli deb chiqib ketdi sotuvga. Buni nalogi отслеживание bu. Qancha sotildi? Kontrol. Qancha sandan chiqib ketdi? Buxgalterskiy mavzu. Как НДС, да? Они в курсе, сколько у него товаров и так далее. Продал он или не продал. Bu narsa vaqtdan yutqizilishi birinchidan. Например, bu kirib keldi deylu, paket что-то каждыйsiga yopishtirasan bu narsani. И основное усилие, расход, bu hammasi. Shunaqa qilish kerak. Brat, mana shunaqa движение qilish kerak. Bu kim xohlasa движение kimdirlar уже o'ylab o'tirib. Уже akulalar bo'lsa kerak. Не, просто акулаlar sal noto'g'ri ishlayapti, прям сюда клеит. Нет, сюда клей, хочешь и сбоку клей, хочешь сзади клей. Не, они же могут же что-то такое придумать, mana, misol uchun apparatini oladi, ideya qiladi, что где-то там будет по-другому. Да? И sanga o'xshagan biznesmenlarga taklif qiladi. Oki biz o'zimizni qilib beramiz. Biz ham Mamtingga yopishtirib bermaymiz deb, mana bunaqa qilib beramiz deb. Qilsa bo'ladi. O'sha nesh puldir ham oladi-da bunga, to'g'rimi? Вот, shunaqa движение qilsa bo'lmaydimi? Интересныйroq. Siz hozir aytgan butun biznesingizni tepasidan ko'chirib yoniga yopishtirib qo'yish bo'ldimi shunda qanaqa taklif? Не, что-нибудь такое придумать, не знаю, обязательно qog'oz. Qog'oz emasdi, как бы chizib berishani, lazerni anaqani aytmoqchi edi. Ishlasa bo'ldi, lekin o'sha bankani o'zigacha o'tib keta olmaydi hech kim, chunki bu bankani dizayni, qolipini o'zi paron pulli narsa-da. Lekin men bitta napitkada ko'rganman Mamitda. Ya mana o'zimizdan mesni ishlab chiqarayotgan производительlar ko'pi krishkasiga уже avtomatически qog'oz yo'q o'tdi. Bo'ldi, krishkani o'ziga уже как lazerdan pechat bo'lib turib chiqadi уже. Har bitta bankani o'ziga. Da, bu sistema endi ko'p davlatda yo'q-da. Например, hamma vez dunyoda bo'lganda уже сразу avtomatik kelardi. Unaqasini ham qilib ko'rdik, lekin o'ttigilar to'g'ri kelmay qoldi ko'p. Men bu o'sha QR kodi bizga kelganda o'qimadi qaysi birinidir tam xato yopishtirilgan. Да, men просто я имел в виду, допустим, кто-то поедет в Китай, скажет, у нас вот такая тема. Давай там производство мне такое что-нибудь придумай, блин, я sab tashiydi-yu. Keyin uni bu yoqqa olib kelib, именно mana shunaqa eksport qilib, import qilib olib kelayotganligi. Endi там tipa usluga baklashgan oldi, bundoq qo'ydi, lazerli qilib berdi, shu narsa. Hozir qo'l mehnati shakli yo вот o'shani boshqacha oladi, qimmat ham tushishi mumkin-da. Да. И buni keyin razresheniyasini ham olish kerak. Kстати, borib aytadi-da, mana qarang, deb aytadi-da, razрешение beringlar, чем вот так будет, пусть вот так будет deb. Nalogini to'layman, ishlayman. Mana shu tadbirkorligi, ana tovarini buzmasdan qo'l tegdi, oyoq tegdi qilmayman deb xat bilan chiqsa, dabro berib yuborsa, o'sha ham bitta biznesmen bo'lib qoladi-da. Bu bilatsa xorning o'rtoq. O'z anaqasida ketyapti. Nima deydi? Oqimi deydi. Ani xayollarni hozirgi emas, tijorat pul emas, ozgina eskiroq paytlarni ham ozgina eslaysiz, Sergeli katta bo'lgansa. Yo'q, men Yunusobod katta bo'lgan. Sergelida hamma yaqin prededni og'aynlari Sergelida bo'lgan. Aynan o'shada Jaydaninskiy yo'qdi. Sergeliga oid, o'sha Diyorakaga oid qanaqadir qiziq voqealar bo'lgan. Endi
qaysi birini ayting ekan, qaysi birini kamera oldida aytsa bo'ladi do'st. Ana vij qilib qo'y deydi, ovoz o'zgartir deydi. Bizda normalniy bo'lgan hammasi. Ko'plar xayolida bilmayman nima, ana Suluchi kino bor-ku. Shunaqa deb o'ylaydi-da, na samom деле unaqa emas. O'sha baribir gap kriminal yoki qanaqadir ko'cha hayot haqida-mi? Studiyachasi bo'lardi, borib o'shatki, endi bu kirib ketsa kirib ketardi, shu bilan ishlaydi yurardi. Да, вот, кстати, zo'r mavzuni ochdingiz. Teoriga polniy muzikaga nechinchi yil qanaqa kirib qoldingiz? Nimalardan boshladingiz? Birinchi oddiy kompyuteringiz bo'larmidi? O'sha naushnikli, mikrofon qanaqa boshlangan? Sizni nollar boshlangan. Bilasanmi, nima esimga tushib ketdi? Tuxum anaqasi bor-ku. Reshotkasi. Shundan anaqa qilib qo'ygan. Shum izolyatsiya. Qoraga bo'yab. Endi u payt 2011. Zato o'zini takoy qilib qo'ygan. Uni ko'rsa ham unaqa deb o'ylamaydi. Uni ko'rgan odam chotki studiya qilib qo'ygan. Jahani o'zi chizib bergan-ku. Jaha degan o'rtog'imiz bor, u ham Jaha bu buka. hozir Dubayda ham kakirashyapti. Buka zalni yurg'izyapti. Aslan Talantda mana dizaynerskiy anaqa bo'yicha o'zi chizish, tam chotki dizayner zo'r. O'zi ham dizaynerlik o'qib bitirganda bu ish образование. o'ziga kiyim tikib yurardi, hech kim kiymaydigan. Ham dizayn, ham boks. Udorlari ham dizaynerskiy o'zgardi. Sergeli rayonda самый лучший kiyinib yuradigan bola o'sha bo'lganda. Udorlari ham kreativniy bo'lsa kerak. Hozir Instagramni ko'rgin, chotki anaqa o'rgatib qo'yadi, qanaqadir boshqacha. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan dizaynerlar boshqalar ko'rmagan rakurslarni ko'ra oladigan odam. Trenirovkasi ham shunaqa boshqacha stilda qiladi. Ani zeriktirmaydi. Bolalarga ham, yoshlarga ham, misol shogirdlarga ham yoqadi. U kelmagan kuni ular ham kelmaydi-da. Mana shunaqa tak ustepini har trenirovkasida yangicha stil, yangicha narsa bilan o'rgatadigan bolada. Jahaga salom. Brat ko'rmaganman, lekin respekt. Safarlarda yuribsan, safaring bexatar bo'lsin. Shu muzikadan uzoqlashib ketdingiz. Qanaqa boshlangan? Shu yili esimda yo'q, mosh 2006, mosh 2007. Shu Pentium 3 to'rga ammo qilingani bor, переделкада. Hani korpusi 3, ichi to'r. Shunaqa bo'lib kelgan. Qalban to'rda. O'sha sovg'iga. Uyingizda turadigan kompyuter. Oyimlarga bitta sovg'a qilgan. Oyim davlat ishida ishlaganlar, o'shanga o'z ishxonalarida kompyuter bo'lgan, еще дополнительный kompyuter zачем deganlarda uyga olib menga berganlar. O'sha kompyuter ichida o'sha Cool Edit Pro degan programma bilmayman, men nima qilgan o'tda u, o'sha bor edi. Qanday kelib qolgan kompyuter ichiga? O'zi undan oldin ozgina qiziqish bo'lgan, 50 Cent eshitilgan-ku. 50 Cent eshitganimda men tushunganman, to'shda bitta taktli o'sha muzika qaytarilyapti. O'sha zamichat qilganman-da, keyin u qofiya qilib she'rini qilayotganini, o'sha tonalistga tushirayotganini, keyin analiz qilgansiz. 50 Centga o'xshab tam aytib ko'rmoqchi bo'lib, или с ним вместе, только не на его языке, а сам сочинил. Там где-то он deb tugatsa, mana qofiyasini o'xshab ketganda, xullas. Ohangga o'xshagan созвучие. Da, keyin o'sha Cool Edit Pro chiqib qolgan programma, o'sha qizil запись knopkasi bo'lgan. Soxta deganman, походу записать можно deganman-da, yozganman keyin. Как deganimda keyin endi сразу avtomatik keladi-yu, xayolga naushnikki вот это всё. Naushnik как раз bor edi. Bitta deganman. Sifatnimaga ketdi. Vuk valna chiqib qoldi. Opana dedim, eshitib ko'raman. Va dedim, всё, ket shuma. Qarang, shuncha karyera, vdруг agar o'sha kuni o'sha kompyuter ichida Cool Edit Pro bo'lmaganda, возможно, shuncha istoriya bo'lmasdi. Qarang, bitta o'sha programma kelib qolsangiz, вряд ли xattanir qidirib sketch qilardingiz-da. Istoriyani boshlanishida. O'sha tasodif bilan Ishdan boshlandi. Kufdan boshlangan. Bo'ldi, kelgan endi u programmani 100% bilmayman-ku. Men uni bitta zapis qilardim-da, uni qanaqa qilib mix qilib MP3 qilib chiqazaman. Ana o'sha yerda уже ko'lur. Hozir misol uchun odam bo'lib aytsa bo'ladi, tegida yana bir marta aytsa bo'ladi, uni notalarga tushirsa bo'ladi, polni master qilib buket qilsa bo'ladi-yu. Unda men qilishni bilmasdim-ku. O'shanda xatosiz etish kerak bu bir.
tegidan aytayotganda обязательно u tushishi kerak, основной голосga. Tushmasa boshqatdan. Sizda ham shunaqamidi programmada alohida kira olmasdi, ustiga aralashib ketadiganmidi? Yo'q. Alohida tusharmidi? O'zi kanalda bo'lib turardi-ku. Kanal bo'lib turardi sizda. Men tushunishingiz uchun Sony Soundforge Pro shunaqa bo'lardi. U ustiga urardi. Birinchi ham xato etmasligingiz kerak, ham gromkostni to'g'ri tanlab olishingiz kerak. Jurnalistning-da, не для записи звука, песни. Ashula yozish uchun emas-da. Men o'sha ustiga yetib ko'rardim. Unga na effekt bera olasiz, во-первых, na reverb bera olasiz. Просто muzika bilan mana qilib beradi. Men shunaqalardan boshlaganman, siz o'tganini bilmas ekanman. Sony Soundforge bilasiz. Shunaqa bo'lardi. Keyin Cubase ko'rib, wow, bunda kanallar bilan ishlasa bo'lar ekan. Anu ham bo'lardi. Keyin shunaqa ishlab Adobe Sound audio bir nima bo'lardi. Adobe kichi. Adobe Audition. Auditionni ko'rganman. Unda ham keyin bilganman kanallar borligini. Ungacha men standartni O'sha Audition'ni birinchi versiyasi o'sha Cool Edit bo'lgani, chunki bir-biriga bir xil u. Ya'ni anaqasi ham interfейс одинаковый. Sal такой xaparoq, короче, Cool Edit Pro. Ну, Audit uch такой edi. Birinchi yozgan narsangiz nima bo'lgan? Xullas, o'rischa ashulalar bo'lgan boshida. Chunki men вообще o'zbekcha rap degan narsa yo'q deb o'ylaganman-da. Ko'proq shu rусский bo'lganda, Legalize, Dedsel, payt shunaqa edi. Bastalar keyin chiqqan edi. Da u anaqalarni payti Timothy o'rtog'i bilan Dedsel bilan endi chiqqan payti u Timothy hali yetmasdi, Dedsel fonida turib berardi. Shunaqa. O'sha ruscha bo'lgan, keyin bitta kompyuterxonada Farruh degan do'stim bor. O'sha yetib qo'ygan, men qara, o'zbekcha yetib ko'rmaysanmi deganda. Keyin nima do'stim, o'zbekchada qanaqa, g'alati desam, yo'q, nima mana deganda qo'yib bergan, keyin Radius 21 qo'yib bergan. Keyin eshitganman, o deganman, bo'lar ekan-ku o'zbekchada ham qisa. Keyin Shahriyorni ham qo'yib bergan, mana endi yangi chiqdi degan. Shahriyorni qo'yib bergan. Bu уже sal rap masroq edi deb qabul qildim. Kommerchеский edi. O'sha birinchi ashulasi bor edi, o'sha chiqdi. O'sha. Это же не rap degani, xullas, mana shunaqa kiyim olgan-u deganda, xullas. Kechasi qilsa bo'ladi shunaqa. Keyin bo'pti qilib ko'raman deb o'shanda taksi degan ashula qilib ko'rganman. Birinchisi. O'shani o'ziga eshittirganman. degan buni срочный tarqatish kerak uyda. Ketish bilan Bluetooth bo'lib ketgan. Dior Production nom qayerdan kelgan? Production именно yesiz yozilishi. Uni endi istoriyasini bilmayman, shunday bo'lib ketdi. Production degan so'zni qayerda eshitgansiz? Ne именно production? Dr. Dre'ni qaysidir ashulasidami, или intervyusidami o'sha production deganda, o'sha o'zini anaqasi u как prodyuser bo'lgan-ku. Это мой production deganda, o'sha Eminem keyin o'sha tanlanganda. O'zi Dior Production. Yeni olib tashlash просто saraqa brend uchun, ya'ni xonakilik bo'lib qolmaslik uchun. Da. Yeni shuni olib tashlaganmiz. Studiyalarga chiqishlar, уже dальше развиваться qilish, u Toshkent tanigandan keyin chiqib ketganmiz studiyalar planiga. Studiyni ashulam ket-qaytma bo'lgan naqorati. Birinchisi o'sha bo'lgan. Naqorati bo'lgan. Yo'q, damashni bo'lgan. Naqoratiga kelganda o'shanda Jasur aka bilan Sardor admin tanishtirgan, olib borgan, Qo'ylida studiyaga bo'lgan. O'sha yerda etilgan. Birinchisi o'sha bo'lgan. Keyin qarasam sifat barman boshqacha, naqorat joyi boshqacha, bu yog'i keyin Jasur akaning studiyasida ko'p yozganman. Jasur akaga salom. Production Jasur Botirov pianino. Ashula ham o'sha aka bilan yozilgan, adashmasam. Ayblamaman hali. Ayblama jonim sen mani, sof muhabbatimiz aytqani. Просто записи o'zini ovozi yozib qolish uchun $50 shunaqa edi o'sha davr. Akapellani o'zimi. Endi biz Sergilinskiy bo'lganmiz, bizda ani pul temasi вообще редкий случай. Jasur aka, нажмите, пожалуйста, record. По-братски, да, все решали. Da, o'shanda endi haqqini berish kerak degan
воспитание bo'lgan. Ну я не думал, что $50, да? Okey, rozi bo'lasiz. Eslarida bo'lsa kerak, 25 ming berganman. 25 ming bergan. Keyin Jasur aka молодец. Ya bo'ldi, rozi bo'lsangiz bo'ldi degan. Lekin Jasur akaga o'sha yoqqani, что u 24 ga yetdi почти faqat estrada bilan ishlab kelib ovozini to'g'rilagan odam bu yerda rep kelganda xursand bo'lganda, что boshqa narsa. Ani so'zlari ham taku ruscha aralashgan. O'sha yoqqanda. Beribsan hatto bilash. U paytda bermaslik mo'jiza. Dars ishlashlariga, unaqa summadan keyin dars ishlashlariga ham o'sha sfera muomala yo'nalishlari rol o'ynagan. Keyin yo o'sha 25 ming unaqa u bitta yoshlarga emas edi, 4 ta 5 ta. Yo, keyin sekin 25, 50 bo'lib shunaqa bo'lgan. Ну, anu mingga chiqsa. Ya, короче, kerak emas, diyor, mana bunaqa ko'ring deganlar. Endi, как не знаю, может, состояние qarab aytganmilar. Sizda katta hissa qo'shgan Да, конечно. Zo'r. Birinchi o'zingiz shu musiqa mavzusida o'zingizga nimadir sotib olganmisiz? Imенно yengillik qilish uchun mikrofonmi? Bo'lgan shunaqa. O'sha S1 mikrofon sotib olganmiz. Men, Davron, shu Davrik, Sardor zakaz tushgan, bitta ashula qilib beringlar deb bittasidan. Bo'ldi deb Sardor aka $100 degan. Bo'ldi degan, $100 bergan. Ashulani shunday 5-10 minut qilib berganmiz Davron bilan. Demkalar qilib topshirganmiz. Bo'ldi, o'tdi, все, yoqdi degan. Bo'ldi, ketdi o'sha Chilonzorga borganmiz, muzikalniy magazinga. Pishani olganmiz. Boshqacha. Da, avtobusda qaytayotgan bo'lganmiz keyin. Qarabani, avaylab kelgis keladi. Men o'shaga bering degan Sardor, yo, to'g'risan o'shani tushirib yuborasan. Davron bitta ko'ring, borib olinglar, короче. Ana setkalarning o'zi ham kayf beradi, mikrofonning ustigacha. Borganmiz studiyaga, keyin ulaganmiz. O'shanda eng yomon ko'rgan ashulam birinchi o'sha aytilganda o'sha yerda, o'sha mikrofonga. Chakish haqida. Da. Birinchi ashulam o'sha mikrofonga, o'sha ashula bo'lganda, brat. Qiziq voqealar. Biznesmen mana ashulasi bor. Ko'p reelsini ham ko'rgan-ku. Qanday chiqdi? Da. O'zi bu ideya ham tigi Sardornikida. Как бы qil shunaqa qilgan, biznesmenlar haqida qilgan. Men o'zim hamma narsasini, rasxodini, boshqa narsasini hammasini o'zim qilaman. Davay degan. Kuniga telefon qilardi. Cho'tam deb. Men endi buni o'rtog'im keyin alakazay shoshilmang, akkuratni qila qoling deb shoshmasdan qilganman. Nima qilib bering o'rtoq, nima kamchilik? Har doim telefon qilardi-da, bo'ldimi? Ozgina bo'lsa ham qatorini yuborchi, eshitib ko'ringchi, o'qib ko'ringchi, shunaqa bo'lgan. Bitlari ham moskin chiqqan-a? Uni bitta o'ris, bitta fransuz chalgan. Musiqasini-da. Garmoniyasini chalgan. Men keyin u fransuzga yozganman Instagramda. Davay shuni olamiz, sotib olaman. U javob bermagan. Keyin rossiyskiy bitta beatmakerga uni yuborganman. Napodobiy qilib bergan, shuni deganman. Keyin u o'shanga yaqin qilib bergan. Sifatli chiqqanda juda ham. Keyin o'sha kechki payt bitta o'zim studiyada o'tirganimda qani deganman. Bitta qilib ko'ringchi deganman-da, keyin ashula chiqqan. Siz eshitganingizda qanaqa ощущение bo'lgan? Birinchisi ikkita variant tashigan. Aytgancha ikkita bo'lgan. Ikki xil bo'lgan. Plan bo'lgan. Plan temasini tashigan. Plan shunday bo'lgan. Boshida bir planni qaradimda, keyin cho'ta plan dedim. Yopishmayapti menga dedim. Anaqani qo'ydi. Ilgari soladigan kuni ham tema bo'lganda, shu kuni hamma narsani podgotovka qildi. Hamma narsani planировать qildi, hammani chaqirdi, tayyor короче, syomkasiga. Endi o'zi tushdik anaqada. Bosh bo'ldi. O'sha Nestvanda kvartira o'sha yerdan boshlash kerak. Yo'q, kishim hamma kelgan. Kirgizishmasa degan, mehmonlar kelgan shu kuni. Delegatsiya kelgan, o'sha delegatsiya kelgan kuni bo'lib qoldi-da, bizda xabarimiz yo'q-ku. Endi hamma yo'q уже чистка bo'ladi-yu, o'shanga keyin obormoqchi edi o'zi, lekin zачем вам это надо лишний anaqa?
o'tda как-то olsang ham bo'lardi, xohlaganingdagi tema qilmasdingda. Svoboda bo'lmas. Shunaqa, o'shaning uchun ham Balkondan qaralmasdi-da. mayli sabr qilib kutib tura qolaylik dedim. Necha kun kutdi o'shanda? Bir haftada yana. Ha, yana bir hafta. Asab bezilib tamom bo'ldi o'shanda. Bizi har doim shuni nimadir bo'ladi-a. Behikmat bo'lmay ekan lekin. Yaxshiroq chiqish uchun. Nimaiki bo'lsa yaxshiligi. Har doim shunaqa bo'lgan. Просто o'sha moment situatsiya nafsingga yoqmaydi-da, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha situatsiya seni foydangga o'xshamaganligini tushunganingdan keyin deysan. Baribir odammiz-da, shosh tezroq bo'lsin, davay. Biznesmenga birinchi reaksiya qanaqa bo'lgan eshitganingizda? Nimalarni tasavvur qilgansiz, qanaqa vibe bergan sizga? O'sha kech payt o'sha o'zimizni aylanib yuradigan paytlardagi temalarni tiqqandayda. Kim bu businessman? Break it out of brand. Tik-taklar Rolex, $1 million. Uni xayoli baribir allakazayda bo'lgan. Menda misol uchun menga lichniy bu narsani o'zim uchun qilgan demaganman. Sen shunaqa trek yaratganki, allakazay shilu. Bekorga ashlar nomi biznesmen emas, biznes deydigan emas. Men o'zi salani mediadan uzoqroq unaqa yaxshi ko'rmayman, to'g'risi. O'zi ham biladi. Endi ras hozir shunaqa doğru ekan, что надо, короче, немножко тоже эту сферу понимать. Har bitta odamning ichida, misol uchun Diyor aka ham xarakterlari qaysidir ma'noda brutalniyroq bo'lgani bilan ham baribir ijodga yaqinlar. Har bitta qanchalik qattiq odam bo'lmasa, ko'rinishdan brutal bo'lmasa, qaysidir tomon qanaqadir ijodiy undan odamni kutmagan tarafga tortib, sizda qanaqa shu masalada nimalarga qiziqasiz o'zi undan hayotda, hobbi yoki mana bo'sh qolganingizda mana bilan shug'ul kimdir Obid Asomov rassom bo'lgan uchun. Ha, misol uchun sen bularni bilmaysan-ku. Вот внешний видga qarab nima deb o'ylaysan? Men o'ylayman, borib sambochilarni har kuni kechqurun ko'rinishdan, agar ko'rinishda aytadigan bo'lsa, sambiy sportsmenga o'xshaylar. No, xarakter ясно, что baribir jiddiy, og'ir bosuv, lekin hech kim kutmagan qanaqadir o'zini odamni qiziqishi yoki eng kamida xorda qoladigan mavzu. Kimdir musiqa eshitadi, bir xillar bor, operalar eshitadi, kimdir qanaqadir tarixiy kino ko'radi. Aytdilar, tarixiy kino ko'rishlarini. Yana pomimo qiziqadigan narsalaringiz bormi? Kitob o'qish, kino ko'rishlarga kirishidan oldin boshqa odam bo'lganda, na samom dele. Endi hozir уже bu yoqda nima desa bo'ladi. Bu haqida gapirish boshlasa, birgina muzikani qo'yishga to'g'ri keladi-da. Ko'cha hayot. Tam вообще. No, это tam maqtanadigan narsa emas. Men bu narsani Hozir men rebranding bo'lganman. har sohadan bir shingil erkak kishi baribir bitta yo'nalishda ketish kerak emas, hamma tomonlama. O'sha oldingi bo'lgan hayotidagi bo'lgan situatsiyalarni baribir ham pluslari juda katta ekanda. Juda yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor endi hamma narsani. Chiroyli qilib qog'ozga o'rab adabiy aytganda yoshlikda sho'x bo'lgansiz. Endi unchalik emas-u, baribir o'sha paytda ham baribir qo'ldan kelgancha paspravidlivist yashalingan, lekin hozir o'sha qo'ldan kelsa bolalar mehnat qilsam. Men hozir agar o'sha 20 yoshimda tushunganimda, 20 yoshlarimda misol deylik, istik qayerda bitta hunarni o'rganib, hozirgacha уже menimcha 50 ta yo 100 ta professionalniy какой-то bir уже kerak bo'lsa hozir ham ochilib ketdi ko'pcha biznes treninglar. O'shanga o'xshagan narsalar qilib tashlaydigan odam bo'lib ketarmidi, bilmaymiz. Papanetni shot. Papanetni shot. Mana bu narsani Alhamdulillah, сейчас zo'r, сейчас. Почему это сказал? Chunki shunaqa teoriyami endi praktikada ko'rilgan gap bor-da. Yoshligidan sho'x, ishga nimadir bo'lganlarni aytadi, boshing sen oxiri xor bo'lmasin deydi-ku, oxiring yaxshi bo'lsin. Xuddi shunga o'xshab, yoshligida sho'x, ya'ni qizlarning chochidan tortib yuradigan, yana mana ish qilib, shu yoshligidan sho'x bo'lib yurgan bolalar juda ko'pi yosh katta bo'lganda primer bo'lib ketishganda, ya'ni odamlar
havas qilsa arzigulik, namunali odamga aylanib ketishgan. Nimaga deydi? Chunki yoshligida aytishadi, bola sho'x bo'lgani yaxshi deyishadi. Chunki shu sho'xligini ichidagi energiya, o'sha nafsini qo'zg'aydigan hamma narsani yoshligida yashab oladi-da. Yoshlik bu xavfsizlik davri. O'sha nima mavzuga kirishmasa, qiz bola degan bog'chadagi qizga qiziqqandan boshqalar bu xavfsizlik davri-da. Bir xillar bor, yoshligidan aqlli bola bo'ladi, botanik bo'ladi, qizidan uzoq bo'ladi, qaraganda manyakan bo'lib ketib qolishi mumkin-da. O'sha tomoni bor. Chunki u yoshligida o'sha narsaga to'ymagan. Yoshligida u to'g'ri yo'lga to'yib olganda, katta bo'lgandan keyin anu yomon tarafga ochlik, o'chlik kuchayib ketadi. Shuning uchun лучше всего yoshligida sho'x bo'lsa, mayli qanaqadir noto'g'ri yo'llarni ko'rsin, boshqa qilsa, katta bo'lgandan keyin kerak bo'lsa namuna bo'lib ketgan bolalar bor-da. Men o'zim tanishlarim ham ichida bor. Каждый o'sha shakda menimcha bunda ham shunaqa deb o'ylayman. Резкий переход, что скрывать, религия, духовный настрой o'zgarganidan keyin полный автоматически yaxshi tarafga o'zgargani sababi ham chunki переходni o'zi правильный переход bo'lganda. Qadriyat katta o'zgarganda. Вообще. Qadriyat masalasi o'zi ko'pchilikni transformatsiya qiladi. Mana 180 mi? 180. O'sha qadriyat masalasi o'zi ko'pchilikni o'zgartirib yuboradi-da. Chunki endi baribir din mavzusi ham qadriyat asosida, qadriyat masalasida ko'pchiligi mana shunaqa yordam beradi. Kimlargadir yomonroq, kimdir yaqinni yo'qotib shunaqa aqli kirib qoladi, kimlarnidir-da. Bu qadriyatlanishda eng chiroyli, ya'ni odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan mavzu baribir o'sha. Hozirgi o'sha yoshlikka aytamiz, shu to'g'ri bo'lursin. Как профессионал этой сферы. Yo'q, kimgadir ishonib, kimnidir bo'ladi-da, har xil targ'ibotchilar. Zo'r bo'lasan, mehnat qilsa, ota-onasini eshitib, to'g'ri yursa, Xudo xolis Xudoyim beradi o'zi. Do'stlaringiz ko'p deb hisoblaysizmi, Sardor aka? Yo'q. Nechta prям haqiqiy do'stingiz? To'g'ri, o'rtoqlar bor, boshqa bor, do'st baribir kam bo'ladi-da. To'g'risini aytayim, вообще yo'q deb bilaman. Chunki u misol uchun Alloh uchun tutingan do'stlar borku, o'zini обязанностьlari. И также men ham unaqa do'st emasman deb. O'zim ham mas'uliyati katta do'stlikni. U men endi agar shunaqa do'stlikni imeychi yudu qilsanglar, bu yo'q. И также men ham unaqa emasman. Men ham satriz qila olmayman-da unaqaga. U qilmaganman, balki qiyin darajada inshaalloh qilarman, lekin hozirgi paytda men ham unaqa emasman-da. Bo'lganmi paytida? Yoshlikda hammamizda bo'lgan menimcha deb. O'tgan daraja boshqa. Bir ham og'ir hollarda ham o'zlariga o'xshab yonida turib beradi. Shu yoshlikda bo'lgan deb o'ylayman, menda lishni shuni oldim. Unaqa qiyin vaziyatda o'zlamaydi. Tam shu, marojniy olaman deganingiz u olib berishimi? Yo'q, endi o'rtoqlar hali ham hozir ham ko'p. Endi aytaman, stepen agar shu boyaga aytgan stepenni oladigan bo'lsa, yo'q. Lekin juda ko'p hozir ham bor. Что kerakli paytda yaxshiligi tegan, kerakli paytda yordami tegan. Также bu narsa ularni do'st deylik, biz aytayotgan uровеньni og'ayni deylik, prям родной. Og'aynilar juda ko'p, Xudoga shukr. Anaqani aytaman. Og'ayni prям eng yaqin родной. Ani qolganlar do'stlar. Ularga ham siz do'stsiz, do'stona munosabat, imkon qadar yordamdasiz, boshqa, lekin biz aytayotgan daraja rostdan ham qiyin. Meni o'zimda bo'lsa bitta yo nari borsa kerak. Yo'q, uni o'zim ham satvesi qila olmayman. Paka endi bilaman, nasib qilsa o'zi qiyomatda ham o'sha vaqt soat kelgandan keyin o'sha Alloh uchun tutingan do'stlar, o'sha aytilingan обязанностьlarni qilganlar bir-birini jannatga tortib ketar ekanda. Usiz kirmas ekan, даже o'sha holatda o'shasiz kirmas ekanda. Ikkinchim qani deb qidirar ekanda, ya'ni so'rar ekan. Demoqchiman, endi bu dunyoda qanaqa bo'lish kerak uning uchun? Uning uchun qanaqa yonida turib, qanaqangi Ну, надо постараться, брат. Надо постараться. Просто bitta harakat qilib ko'rish kerak. Nafsini yengishing kerak. Uning uchun, допустим, mana misol uchun aytaylik, mana o'zingda aytaylik, ограниченный nimadaring bor-da. O'sha payt kelyapti-da senga. Aytayapti, o'rtoq, mana bunaqa bo'lib qoldi, berib tur, deyapti. Sen o'sha payt sekund ham o'ylamasdan, что sen oxirgi narsangni berib yuborsan-da, sekund ham o'ylamasdan olib chiqib berib yuboradigan holatdagi men bitta qismini aytolman o'zi.
shunaqa misol даже sekund ham o'ylamasdan degani xayolingni to'xta, hozir o'zimda qolmasa-chi, bo'lmay qolsa-chi, nima qilsam-chi, etib beradimi, yo'qmi degan o'sha fikr keldimi, bo'ldi, sen unaqa emassan o'sha. Uje men demoqchiman, sen nafsing shunchalik nima deydi, jilovlangan bo'lishi kerak-da, bunaqa tema. Zo'r ta'rif berdingiz. Yana chuqurroq ta'rif beradigan bo'lsa, o'sha qiyomatli do'st siz tushunchangizda qanaqa bo'lishi kerak? Qiyomatli do'st men tushunchamdami? Короче, o'zidan ham ko'proq meni o'ylash kerak-da. Kerak bo'lsa, misol bir kunga yo'qolib qolsang yoki ketam. Aytadi-yu, ya'ni o'rtog'ingni senga kelib so'ragunicha qo'yding, sen do'st emassan deydi qiyomatli. Как бы menda nimadir qiyinchilik bo'lyapti. Men kelib sendan so'rashimgacha bo'lgan muddatda sen kelmaganmisan, sen uje nishta aytsa. O'shaning uchun nima deydi, o'zidan ham ko'proq hol ahvol so'rab turgan, o'zi bilan bir xil to, что на словах. Действияda ham-da. O'shaning uchun men ham uni hali sotvesi qilmayman. Men ishlar bilan ovora bo'lamiz, kimlarni unutib qo'yamiz, kimlarni o'rtoqlarimiz ko'p, misol shunaqa qiyinchilikda bo'lib turgan holatda ham esimizdan chiqib qoladi, o'zimizda bo'lgan tabiiy ravishda oson emas-da o'zi. O'shaning uchun birinchi aytganimda shu nafsini rostdan ham o'zi o'sha yo'lda ketish uchun xuddi o'zidagi ko'rish kerak. Nimadir hadya qilayotganingda ham, misol. Mana shu bo'yicha menda zo'r narsa bor. Nimadir hadya qilayotganingda o'zingdan yaxshiroq narsani hadya qilganmisan o'zi? Misol, aytaylik, kiyimmi yo nimadir narsami? Deyli mashina oldingda, prikin, sen o'rtog'ingni mashina yo'qda, sen o'zingni mashinangni berib yuborasan, o'zing peshkom yurasan. Qiyin daraja haqida. Juda qiyin narsa-da bular. Bilmaydi, qayerdan hozir. Kerak bo'lsa surib o'tib ketadi oldindan. O'rtoq qachon olasan deb qo'yadi. O'shaning uchun надо к этому соответствовать сперва. А так по-братски, как o'rtoqni, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham turgan o'rtoqlar juda ko'p, kam emas. O'rtoq endi ular hammasini o'ziga yarasha tashvishi, oilasi, problemasi bor. Tagji biz ham qaysi joyda soответствовать qila olmaymiz, kerak bo'lsa xabar ham olmaymiz. Harakat qurish kerak rostagasini bo'lishga. Ni falshivka чисто по телефону по-братски там o'rtoqni yozib qo'yib. Endi ko'plar ham o'zi aytmaydi-da, misol uchun qanaqadir yamada bo'lsa ham gapirmaydi-da. Shunisini ham bor-da. Endi aytolman-ku, o'sha shunaqangi mana uyingda misol qanaqadir problemang bo'lsa, uyingdagilar biladi-yu seni problemadaligingni. Ya'ni shu darajada yaqin bo'lish kerakki, etmaydigan emas, shu etadigan darajada yaqin bo'lish kerak. Ani bekitmaydigan darajada yaqin bo'lsa o'zi etadi. Har xil hozir ibratli temalar ko'p chiqyapti-yu, videolar ko'ramiz, boshqa qilamiz. No hayotda bar boshqacha-da. U videoda bar ko'pini misol. Mayli bir tarafdan shunaqa videolar chiqqani eslatma bo'lishi yaxshi-da, mana tufta temalar chiqib faqat likili bo'lgandan ko'ra, mana bunaqa eslatmalar bo'lib turgani yaxshi. Уже zamon tezlashib ketyapti, bilmayman qanaqadir odamlar bir-biridan xabar olishlar, mana уже to'yga yetishlar через Telegram bo'lib qolgan, misol uchun taklifnoma rasmga olib tashiydi. Уже tezlashib ketdi-da, oldin baribir uyma-uy aytilardi, borilardi. Demoqchiman, xabar olishlar ham onlaynlashib ketdi-da. Misol, svязьdasan, o'rtog'ing bilasan, assalomu alaykum stikeri bor. Даже assalomu alaykum yozishga odamlar erinib qoldi-da. Он тоже стикером отвечает еще. Va alaykum assalom. Lekin bu narsalar mana bitta yosh katta akamiz aytardi, do'st deganda mana 20 yoshgacha bitta eleyinaladi. Shu 25-27 gacha yana bitta eleyinaladi. Shu qoldi misol. Kamayib ketdi-turadi. Maktab do'ridan qarasang, maktabda Chisti bo'lar ekanda. Qoldi, bittasi qolmadi. oxiri o'sha hayot tomonidan filtrlanadi, kimdir tirik qoldi, kimdir o'lib ketdi bo'ladi. Shunaqa. Yo'q, o'zi ko'raveradi-da, hamma boshida o'rtoq bo'lgan, hozir kimdirlar dushman misol. Kim qanaqa do'st bo'lishini ham o'zi ikkita gapidan bilib oladigan bo'lib qoladi-da oxiri. Borib, o'shaning uchun otalar farzandiga aytadi, "Bundan o'rtoq chiqmaydi desa, ya do'stim, jigarim" deb yurishadi. Endi hamma tushunchani har xil tushunadi-da, do'st deganda har kuni birga yurish degani do'st degani emas-da.
Qiyin paytisi bo'ladi. Samый главный shu kostyumsiz qilganda ko'rish bo'ldi. Eng qizig'i, siz o'tkazib qo'ygandek muomala qilishadi, keyin yo'q desangiz xafa bo'lib beradigan. Hatto faqat sizga ishi tushganda eslaydigan bo'ladi. Chopsangiz keyin xafa bo'lib sizni yig'lab yuradi orqadan. Qiziq-da payt keyin. O'shanga Siz uchun haqiqiy do'st kim? Shu biz aytayotgan darajadagi yuqorisi. Menimcha o'sha fitrat ashulasida aytganman-ku. Po-mo'ymu shunaqa do'st haqida hozir hech bo'ldi shakil. Shunaqa mana shunaqa deb o'ylayman. Bunaqa do'st Prям bitta donasi bo'ladi, ya'ni bitta. O'zi boshqa o'rin ham bo'lmaydi, menimcha ikkita bo'lish qiyin-da. Juda redki случайda ikkita bo'ladi. Tamam, yana 1-2% yetmayapti shunaqa bo'lishiga, bor bittasi. Shunaqa uringa yaqini bor. 1-2% da. Yana. Uni ham vaqt ko'rsatadi. Lekin o'sha 98% ligi zo'r-da. Menga prям приятно мне. Siz kimgadir shunaqa do'stmisiz? Mana bunga shunaqa. O'sha ham xuddi shunaqa. U lekin 99 desa kerak. Sizmi? O'zi ham biladi, men ham bilaman. Что я всё-таки опережаю его. Mendan kichkina? Yaqin do'stim. U kichkina degani kichkina emas, рядом. Shunaqa. Это про тебя, брат. Ты понял, да? Он знает, про кого я говорю, да. hozir ko'rib keldi. Ko'radi keldi. Это я deb qo'yadi. Shunaqa bo'lgan zo'ra. Odam hamma bilan yaxshi muomalada bo'lsa, aytishgan ularni eng yaxshi favoritlari men deb o'ylardi hamma deyilgani. Shunga o'xshab hammaga o'zi yaxshi muomala qilsa, o'sha odam haqida eng yaqin do'stim men bo'lsam kerak deyiladigan o'sha shaxs zo'r shaxs bo'ladi-da. Hozir o'sha ko'rayotgan aytayapti shunaqa deb. 3-4tasi men deyapti. 3-4tasi. Men haqimda aytayapti. Sen haqingda ayni. Eng zo'ri ham shu. Eshitdingiz shu gapni? So'raydi keyin. Haqimda aytinglar deb. Ayollar ko'p erkakga aytishadi-yu. Savol berishadi. Oldindan biladi, shunaqa savol beriladi. Bitta ayol keladi, ko'p ayolli erkakning oldiga. Qarang, hamma ayollaringiz yig'ilganda savol beriladi sizga. Eng yaxshi ko'rgan xotiningiz kim deb. O'shanda menligimni ayting deydi. Xo'p deydi. Unda hadya beradi, dasturxonda, platok. Keyin kech bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin savol berishadi. Shu 11 ta ko'p xotini bo'ladi. Shu xotiningiz ichidan eng yaxshi ko'rganingiz kim desa, kimga dasturxon sovg'a qilgan bo'lsam, o'sha deydi. U hammasiga gap chiqqan bo'ladi. Undan oldinda o'ta mudroy postupkda qarab turib, o'sha san o'rtoq. Такой ход qildi-da, ход конем. Kelajak haqida nima deb o'ylaysizlar? Industriya, musiqa olamidami, biznes olamida, odamlarning xulq-atvori, madaniyati borasida texnologik rivojlanishlar bo'yicha 2050-yilda yaqin kelajakda qanaqa o'zgarishlar bo'lib ketadi deb o'ylaysizlar? Umumiy odamlar bo'yicha, madaniyat bo'yicha, texnologiya. Koronavirus 20-yil bo'limida, lekin 2011-yildagi kinosida virus kinomidi nomi, virusmidi? 2012da bir apokalipsis bo'ladi deyishganini eslamayman, 2011da eslamas ekanman. 2011-yilda adashmasam virus degan kino chiqqan. Точно так же задыхаются, пневмония и 20-yilda shunaqa заболевание bo'lyapti-da. Более того, 86-yilda yozilgan kitobda COVID degan virus ishlab chiqarildi laboratoriyada degan sahifalargacha borgan. 86-yil chiqqan kitobda COVID haqida yozilgan. Вот это говорит о том, что я думаю, hozir bunday kinolarga qarasam, misol uchun fantastik kinolar, mashinalar uchib yurishi va alobatlarlar o'sha kun kelsa kerak edi demak. Hozir kelib bo'lgan, o'sha uchib yurgan mashinalar taksida chiqqan. Mana unisi bor-ku. Biroq konkretno mashinaga o'xsharmi? 5-elementmidi? Qaysida? Napodobie bo'lib ketadi va Ya legenda kinosida ham robotlar hayoti yashab ketadi. Xuddi shunga o'xshagan. Ya legenda, ya robot, ha? Ya legendada o'zi qolib ketadi bitta o'zi. Zombilarga qarshi. Va o'sha yomon lekin qattam. O'sha yerda ham marketing bo'lgan bitta joyi bor. Nima bo'lgan? Ana bitta qiz bilan bitta bolani topadi-yu oxirrog'ida. O'sha ya legenda bitta o'zi qolib ketganda shaharda keyin topadi-yu. O'shalar bilan
Mostami qayerdadir pechenye topib olishadi-da. Yeydi garoji. Qara mazasi hali ham zo'r ekan, srog o'tib ketgan bo'lsa ham deydi-da. O'sha yerda ketgan. ha. U Krosniy Otetsda boshlangan bu temalar. Reklama temasimi? Ha, bu Krosniy Otets temasi endi kinosi. Endi bu любой mana katta zo'r kino chiqarayotganda по-любому finansi-ku bu. Это уже немалый summalar-da. Ha, уже ular aytadi. Mana kichkina kadriga tiqib ketsang, уже palon million dollar. Aytmoqchi bo'lgan ideyasi ham zo'r ekanda. Qanaqadir. Ras yeyapti, короче. Prям ano reklamaligini hech kim bilmaydi ham. Mashinalar temasi zo'r, bu narsani bilsangiz James Bond'larning o'quvchida Audi'da ketayotgan bo'ladi. Именно просто logosi bilan o'tib bersa bo'ldi-da, u любой kino. Endi 2050-yilda bizni Alloh alam endi Xudo umr bersa, menimcha уже ana o'zi mana shu paytlarni eslab. Soqol oq sochlar bilan oq soqol podkast bo'ladi-da. Lekin bir xil bayt qo'rqib ketaman to'g'risi o'ylab. O'sha paytlarda уже hozir уже qanaqadir как-то qanaqadir odamlar bemehr bo'lib ketyapti. Mehr oqibat boshqacha-da. Уже sekin-sekin kamayyapti-da. Представь, yildan yilga yana daraja kamay bo'ladi. Mana o chet davlatlarga borgansan, u yerda qanaqa? Xuddi shunaqa bo'ladi-da. Hozir Kichkim bilan ish yo'q-da. yo'di shunaqa. Shunaqa. Bizda shunga qarab ketyapti. Ketyapti. Hozir mana oldin bari yosh edi. Qo'ni qo'shni tanirding. Misol uchun hayit bayramlarida, bari ro'zalarda har kuni ertalab erkaklar masjidga namozga kelsang, misol uchun ves dom boshidan oxirigacha hamma uyda kimlar, misol onalarmi, opa-singillarmi kimlarlar chiqib hammasi supurardi. Yani o'ziga yarasha urf-odat bo'lardi. Bu narsa shu qanaqadir bir bayramni shukuhini ko'rsatish. Hozir qaraysan-da, men pades sipiriladi, bo'ldi, bilasan уже. Chunki ko'pchilik qo'shnilar almashib ketgan, kimdirlar ko'chib ketgan, уже yangi kelganlarga pofik bu narsa, qiziq emas. Yalishdi. Уже qanaqadir oddiy misol qo'shni xabar olish, qo'shni xabar olishayotsin tanimaydi ham, salom berish degan tema o'zi yo'qolib ketadi. Tanish bilishdagi salom berish to'g'ri keldi-da уже. Tanigan odaming bilan salomlashasan, tanimaganing bilan короче o'tib ketursan bezga o'xshab. Uni men ham o'tganikina dardi qiyinchilikdan, dardi boshqa joydanmi yo'q? Hozir menimcha men to'g'risini aytaman, hozir kecha ham misol uchun urf o'ylashib, sen bilan eslasang o'tirdik gaplashib. Hozir mana aytganingdan yoshlikda kashfga chiqib qilib uydan kimni nima topsa olib chiqadigan paytlar edi-yu, misol kimdir non olib chiqadi. Hozir misol kichkina bolalar hamma to'qchilikda yashayapti. Men nolagani ham yaxshi yashayapti bilaman-da. Men o'ylaganim yana odamni o'zidagi ichidagi yolg'izlikni oldingi payt o'sha ko'chaga chiqib kartoshka pishirishlar, futbolni yoki qo'shni bilan salom alaylar, chiqib sumalik qilishlar mahallada shu narsalar to'ldirgan yolg'izlikni. Hozir yolg'izlik telefon to'ldiradi, internet to'ldiradi. O'zi bilan o'zi internetda, biri bilan nima ishi bor, kirgan salom ham bermaydi. Tabiiy ravishda u bizga xos kimga turib o'zimiz ham shunaqa bo'lishimiz tabiiy holatda. Bizga birovni nima qizig'i bor, biz hamma dunyoning ichida yashayapmiz. Bizga ortiqcha общение shart emas bo'lib qoladi, boshqa bo'ladi. U bizni u davrlarni ko'rib turib shunaqa bo'lsa 2050-yil haqida ancha gapirish hojati ham yo'q-da. Menimcha odamlar ko'rishmaydi ham. Qanaqadir uchib o'zi uyga. Hamma narsa hozir bizda уже mana даже bozorlar уже qisqarish boshlayapti. Misol, ma'lum ko'pchilik uydan bozorlik qilib kelardi, faqat bozor edi-yu tema. Hozir уже marketplace'lar rivojlandi. Uyinggacha olib kelib beradi. Уже lishniy emas. Qanaqadir bor, vaqt tez o'tayotgani hisobiga уже odamlar yildan yilga erinish boshlanyapti уже bozorga. Men o'sha bir qaysidir video ko'rib qolganman, bilmayman rostmi, yolg'onmi. Что, допустим, в Японии уже такого нету, маша. Bordi keldi, salom alaykum, boshqa takoy. Душевный, yo'q. Shunaqa zakaz qilsa bo'ladi. Tam 1-2 oyga ayol kelib ketadi, takoy uxot qilib beradi. Deyti tam. O'sha paytlar baribir, lekin odam qanaqadir sog'ayapti, lekin net. Organik paytlarni tabiiy
tabiiy paytlar farsh kam bo'lgan, hozir manfaatli davrda kimdandir manfaating bo'lsa, foyda olsang yoki qanaqadir senga foydasi tegsa, iloji boricha отношение теплый bo'lishga harakat qiladi. Ya'ni falshivoy, короче, отношениyalar. Bu narsa odamni o'ziga bog'liq deb o'ylaysizmi yoki umumiy shart-sharoitga bog'liq deb o'ylaysiz? Ya'ni iqtisodiy masalalar, misol uchun chetga Dubayga borib keldim. Все pozitivni, hamma pozitivda-da. Ofitsiant keladi, qora tanli, "Oy, my bro" deb ketyapti-da, nimadirlar tashlab ketadi. Cool, barni cho'tga qolsa, ishlash servis gapi o'tsa, my bro deb ketadi. Ketayotganingizda уже bo'l ketdi-yu. O'shanda ham ketayotgandan cho'q hali yaxshi o'tirdingmi? Kelib tur, yo'q. O'sha birinchi kelganida, o'sha Dubayga, o'sha qora tanli kelganida o'zida bo'lib qolganida rezultatni ko'rmagan. Bitta bo'ta maskani kiyib o'sha kulib berish, balkim shunaqa harakat qilib ko'rganda rezultatga bo'lgandir-da. Da, aytayotgan gapingiz ham qisman to'g'ri bo'lardi-yu, agar bu yoqda bo'lsa-da, unda maskani sezmadim-da. Настолько всё organichno, hammasi tabiiy-da. Odam maskani ham o'ylamayapti. O'zi bilan o'zi band, bu notabiiy majburlab rol ham o'ynayotgani. Ko'rasiz, bu yoqda mana keldim, aeroportdan boshlab hamma bir-biriga bo'ldi. Hamma oktagon ligada chiqadi. Hamma sportsmen, hamma barbachi, yosh, kattasi ham, kichkinasi ham hamma bir-biriga shunday dushmandek qarash. U yoqdan kelishingizdan qaraysiz, ne bizda hamma Muhit ekan-da men u yoqda. O'tda keladi sal birinchidan ko'z to'q. Birinchidan topish tushda emas, уже ko'z to'q, chunki уже udivit qiladigan narsani o'zi yo'qda уже. Ana shu anuni ofitsiant emas aytadigan bo'lsa, lekin u baribirga hamchi majburiyatini qilyapti-da. U chetdan qattandir kelib ishlayapti-yu. U по-любому hozir men shu joyimni kimdir kelib qolmasin. Chunki o'tda Dubayda shunaqa tema, bitta joyga 10 ta odam kutib turadi-da. Talab ko'p-da, o'shaning uchun u povod bermasligi uchun ham bitta klient uni ustidan жаловаться qilib qo'ymasligi uchun ham u povod bermasdan kerak bo'lsa, soxta ko'rsatishga harakat qilsa ham, anu klient bilan qiladi. Bizdagilar o'zini uyida-ku baribir. Bo'shasi bo'shatib yuborsin deydi. Erta yana boshqadan ish o'tda unaqa возможность yo'q-da. Bitta bo'shatib yuborsa, уже qancha vaqt, qancha narsa ketadi. Ya'ni o'tga kirish, o'shaning uchun u maksimalni harakat qiladi joyida qolishga. Bilmayman, hozir tabaqalashib ketyapti ko'p narsa. Boy kambag'al degan, ko'p mana Instagram ham hammani hayoti cho'tki, sladki, na malini, короче, na shokoladi hamma zo'r yashayapti. Ularni ham bilganlar biladi, juda ko'plar endi olib yashaydi ko'p narsani Instagramga Samazvansida. Lekin bor, mana shu Instagram ichida yashash xalibotmi? Sekin-sekin qarasang, ichida yashayapsan-da, ya'ni men sanmas, lekin kimdirda bunday yuribdi-da ichida. Ertalab turishini ko'rsatadi, tug'ishigacha ham ko'rsatyapti-da, misol uchun. Hatto tug'ishigacha. Anu odam ko'ryapti-da, misol kimdir misol uyda ovqati yo'q, deyli nimadir yo'q, короче. Такой restoranda o'tiribdi. Endi o'zimiz ham netni to'g'risini qo'yib qo'yganmiz. Boshqa endi bir xil payt. Ham влияние-da, ta'sirda ham. Qanaqadir mashina kirib qolyapti-da, lekin boshlanyapti hasad, уже hasad manmanmi shunaqa degan fikr boshlanadi. Уже nenavist odamlarga, noshukurchilik odamlarga уже nenavist paydo bo'ladi. O'shaning uchun hamma qarasang grubiy besabr, уже sal orqadan qizil yonmasdan sariq yonsa orqangdan 4 ta signal chalib turadi. U hammasi katta noshukurchilikdan. Lekin to'g'risini aytaman, hozir O'zbekistonda menimcha vallohu alam kambag'al qolmagan. Qolmagan. Hammasi nolayotganini ham uyga qarasang, xolodilnigini ochsang ham baribir noni borda yeyishga. Rostdan ham bir tomon to'g'ri aytasiz, chunki haqiqiy kambag'al shaharlar bor-ku, o'sha Afrika qit'asida. Ularda hech nima yo'q-da. Не то чтобы холодильник. Холодильник o'zi ham yo'q. Ichida холодильникda nimadir bo'ladi. Ularda холодильник ham yo'q, просто latta tortib qo'ygan. Ichida o'tiradi, bo'ldi. Yomg'ir yog'sa ham o'shatdi, boshqa bo'lsa ham. Noliyuradi, всю жизнь nolib kelgan, пожизненно nolib o'tadi unaqalar. Shuning uchun shularga maslahatim, kamroq nolinglar, shukr qilaveringlar. Mana shu pul masalasida hammaga tez keladi, o'rtoqlar, tushuninglar.
Hammani ham rizqi bir xil emas. Mayli sen ming yugurarsan, hop tepalaga chiqib ani butun Tramp yonidagi sekretari bo'larsan, lekin Xudo yozmagan bo'lsa topolmaysan. Agar Xudo yozgan bo'lsa, xuddi sen qutulib qochib tog'larga chiqib tarki dunyo qilgan o'zon kelaveradi o'sha rizqing ham, puling ham-da. Odamlar nimaning orqasidan yuguradi, nima o'ylaydi, nima his qiladi, biznes qilishim kerak, bu unaqa qilyapti. Hasad nimaga kerak, men shuni tushunmayman. U seni rizqingni yozgan Xudo bo'ldi, uni rizqini boshqacha yozgan. Hasad uni orqasidan nimaga kerak? Men bitta narsani bilaman, o'sha hasad temasi. Endi bu baribir всю жизнь bu o'zin nafs bilan kurashishdi. O'zi nafsing bilan kurasha olmasang, bu har kungi baribir endi-san. O'zi o'sha hasad temasi nobodda kirib qolsa, o'sha kimdirga kirgan-ku, o'sha hasad qotdi-yu. U hasad chiqib ketmaydi. Oxirigacha yemiradi. Da, o'sha hasad bo'lib o'tib ketadi. Ne tavba qilishi mumkin. Ну не у всех. Juda kam bunaqa. Hasadkor odamdan tavba qilganini ko'rmaganman. Да, просто я это не от себя говорю. Hasad любого человека может быть. Любого, даже из нас baribir. To'g'ri aytasiz, men aytayotgan narsa prям hasadkor. Bu hasad ichida yashaydigan odam bo'ladi. Hammani yomon ko'radigan. Человек токсичный, негативный-chi. Есть где записано, сказано, что o'sha hasad kiradi, uni ichiga chiqmaydi. O'sha olib ketadi o'zi bilan o'sha. Upakovkada. Yurakni keyin qurish kerak, короче. Bizlarda hozir mashina narsa bo'lib ketdi, mash pul, faqat tema pul. To'g'ri, hammaga kerak pul, lekin unchalik pul yozilgani keladi. Mashina narsani paka odam осознать qilib olmaguncha aytganimda, hadisda borda, o'sha och hayvon kabi yuguraveradi. Rizq shunaqa. Och hayvon kabi yuguraveradi, lekin baribir Alloh berganini oladi o'shanda. Tug'ilishidan oldin yoziladi bu rizq. Umri davomida o'shanida oxirgi rizqini yeb bo'lgandan keyin o'ladi-da. Unshani yemasdan holat bo'lgan. Bitta odam endi shu suv ichkisi kelgan. Suv olib beryapman. Suv olib berayotgan joyimda jon uzilyapti-da. Shu suv ichkisi kelib turgan odam bir qultuman suv icha olmayapti. Oxirgi nasib qilmadi-da, o'sha lekin mana suv oldida qo'limda turibdi, shunda qo'liga tutqazyapman. Do'li sekund endi u narsa. Ben ko'z oldida odam jon bergan. Unaqa ko'p bo'lgan. Nimadan keyin? Endi vaqt soati bilan kelgan holati, любое время kelib qoladigan temada bu. Hech kim ayta olish kerak emas, men 70 ga chiqib o'laman. Hozirdan yaxshi odamni o'rish kerak. 50 ga chiqib yaxshi odam bo'laman. Uspet qilmay qolsang pishasan-da. Aytadigan kinoda ham rektorda aytarmida. А там будет спрос очень жестко deb qo'yadi. Endinga jon berishingiz aniq bo'lganda ertangi kuningiz qanaqa yashaysiz? O'zi shunaqa tema ham bor-ku, agar odam ertaga o'lishini bilib yashaganda, ana faqat shu sajdada peshonasi ketardi, faqat ertalabdan kech ovqat yeyish, u ham menimcha esiga kelmasa kerak. Unaqa. То что у kого qanaqa ilm bo'lsa, plyus olib keladigan, действительно, mashi eng правильный ish, mashi faqat o'sha o'ladi-da. Men to'g'ri ertaga o'laman deb hamma pulimni ishlatib kelib qolishim kerak degan fikrda yashaydiganlar ham bor-da. O'shada ilm o'zini hammani o'sha yashash obraziga qarab, o'zi nimaga qarab intilsang, Xudo ham o'shani beradi-da. Misol, boylikmi, boylikdan anu narsa esdan chiqib ketadi. Men anaqa romantiklarni tushunmayman-da. Har bir kuningni oxirigasidek o'tkazsangda, da chiroyli ishlar kim shunaqa yashaydi desda. Havoyi gaplar bo'ladi-yu. Har bir kuningni oxirigasidek yasha, oxirgi kuning bo'lganda qanaqa yasharding, shunaqa yasha. Qo'ysanglar-chi, shu jituxi butuxi. O'zi просто kimdir shunaqa degan, uni prosmotr uchgan, o'shani shunaqa deyapti, bo'ldi. O'zi nima, o'zi ham bilmaydi. Sevishganlarga yoqadigan gapda endi bu. Sevish o'tkazib o'sha kunni. O'lim siz uchun nima? Mana shu gapga lekin bir xil payt qiynalaman o'zimga javob bergan. Tayyor emasman-da. O'lim bo'ldi, tugadi. Hamma narsa farz tugadi, haqiqat boshlandi-da. O'zi где умер, как умер, это уже не важно. Уже u yog'i atmaskalar, оправданиялар, bahonalar qilish, uspet qilmayapman,
vaqtim yo'q, vaznim o'sdim yo'q, hamma narsalar tugadi. Hamma narsangga anatda bahonangga короче ответ turadi deb kutibsan. Hatta tayyor emasman hali, lekin men. Mana shu gap aytadiganlarga anaqa qilib o'limdan qo'rqasizmi desa yo'q deyishadi. Siz qo'rqasizmi misol uchun? Tayyor holat. Yo'q. Men u yog'idan qo'rqaman. Я же говорю, неважно же. Tema qo'rqinchli вообще. Yo'q, o'zi неважно же, где умер, как умер, что случилось. Я o'zi неважный-ku, потому что уже итог уже u yog'i уже bo'ldi, jiddiy anaqa moment-ku. Ana o'sha yog'i страшно. Что bu fakt-ku mana. Baribir biz yashaymiz, как o'lmaymiz deganda yashaymiz-da. O'zi hammaning fikrida shunaqa-da, yani. Сейчас безопасно. Сейчас всё нормально. Ertaga ertalab ham ani planlarni qilib qo'yamiz-ku, misol shunaqa fikrlab yashaymiz-ku. Lekin o'lish aniq bo'ladigan narsa, nariyog'ini o'ylash boshqacha-da, baribir. Endi o'ylanmayapti-da ko'p joyda. O'zim ham bir xil payt xato qildim. Nafsda yomonday nafs. Sablazin shunaqa kuchli narsa baribir pod berib qo'yapti. Lekin eng zo'ri mana shu aytayotganingiz odam o'zi bilan o'zi chestniy bo'lishi, samimiylik. Da. Shu o'zini kamchiligini shu kamchiligi bilan tan olish. Shunaqa odam o'zini o'zi qutqaradi. Shunaqa zamon bo'lyapti, endi zamon emas, shunaqa to'g'ri odamlar to'g'ri keldi. Все правы. Hamma prav, hamma aqlli, shu o'zini xatosini tan olish, hamma yomon, hamma aybdor. Nima desa bo'ladi? O'zini pravdasi bor deydi-yu, lekin надо уметь где-то тоже o'zi tan olish hamda, что человек реально не прав. А так, ochko nabirат qilish uchun или o'zini avtoritetim tushib qoladi deb pravligini nima deydan, upyortisni yoqib turib qaysarlik bilan turish, o'zi kibrda bu. Точный bilaman, kibrlangan odam baribir sinadi. Bu всю istoriyadan kelayotgan tema-da bu. Kibr temasi ham shunaqa-da, hasad temasida kiradi, chiqmaydi, brat. O'shani ham umidida o'qilishsan. O'zi kibr ham bor narsa ekan-da hammada. Misol uchun bir xil payt даже mensiz qarab qo'ysang ham kimgadir bu ham kibr-da, высокомерие. Sen o'zingni undan ustun qo'yapsan. Не, брат, да, не, вот ana og'iri bor, то что не признает и унижает. Haqiqiy kibrda haqiqatni tan olmaslikda. Biz manmanlik bilan adashtiramiz ko'pincha mensimaslik. Bu ham yomon narsa. Lekin imенно kibr haqiqatni bilib turib tan olmaslik. Mana shu kibr o'zi tegida siz aytgandek haq olmaslik bu kibrdir deydi-ku, o'zi bu o'zi shu, o'zi hadisda ham shunaqa. Shunaqa. Ana o'ng qo'lida yemaydi, yo'laydigan bo'ladi, yo yomyon deydi, chap qo'l deyotgan bo'ladi. Keyin bo'pti, yoma deydi, shu bilan o'ng qo'lda yomaydigan bo'lib qoladi-da haligi. Bilib turgan bo'ladi o'zi yolishini, o'zi ham bilib turibdi. Sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ham bilib turibdilar-da. Bo'pti, yomaydigan qo'ygan bo'ladi. Oxiri o'sha rostdan yomaydigan, o'zi qancha yo'laydigan bo'ladi o'ng qo'lida. Kibrda, tish past ketmaslik. Kibr, короче, да. O'zi to'g'ri gapiradigan odam hech qayerda yoqtirishmaydi hozir. Filtrga ham to'g'ri kelmayapti-da. O'sha просмотр 5000 bo'ladi-da. Mayli, просмотр uchun yashamaymiz biz. Просто endi hatto o'sha 5000 ta odam ko'rsa ham, хоть малейший какой-то частini o'zini hayotiga to'g'risiga ishlatsa bizga plyus bu. Biz bundan ochko qilib yo kerak emas bizga bunaqa tufti-pontlar, o'shaning uchun bor narsani gaplashgan yaxshi-da. За кадром другой человек, в кадре там вообще фальш. Marketingda bu, marketingda shunaqa ekan-da. Hamma yoqda marketing. Falshivka-da. Da, marketing hamma yoqda. Наоборот, to'g'ri narsaga направление berib turadigan odamlarni yaqininglarda olib yuringlar, ensanglarni xotirmay. Sal to'g'ri maslahat bersa, domla bo'ldingmi deyshadi hozir. Yo, nabarot o'sha odam sanga qanaqadir qayg'uryapti-da, unaqa yurmagin, qo'y. Yaxshi bola bo'l. O'zi shunaqa gapiradiganlar yo'q ketdi hozir o'zi. Fikr olib qarasa.
Zo'r qolsan deydi, tezroq o'lib ketdi deydi, o'shan bilan pishding. Kayfni zo'r olib boryapsan deydi, davay, o'rtoq, молодец. Ha, hozir передоза o'lsang yaxshi bo'lib ketadi. Дыхалкасini обсуждать qilib, способностьligini. Siz uchun o'limlimi? Qanaqa? O'lim mana uchun bu bir mamlakat deb gapiradigan bo'lsangiz, korotko frazada Bilmadim u qanaqa. hali o'lib ko'rmadim. Даже как это описать даже. Qo'rqinchli jarayonda kimlarni qo'rqitmagan jarayon. Давай другую tему, не надо. Brat o'sha qo'rqinch. Endi gaplashsak gap ko'p. Bu vaqtdan kam. На самом деле. Nima deymiz endi? Keyingi ko'rsatuvi kutayotganlar bo'lsa, kutinglar. Xudo xolasa endi. Yangi mehmon chaqiramiz. Bugun mehmonimiz Sardor bo'ldi. Rahmat chaqirganingizga. Cho'tki suhbat bo'ldi, qo'ldan kelgancha. Samimiy har xil mavzularda gaplashdik, tafakkur qildik. Har bitta gapirilayotgan gap baribir javobi borligini bilib gapirdi. O'shaning uchun bu videoni ko'rib kimdir nimadir deyishidan oldin o'ylab ko'rsin-da. Chiroyli, aqlli gaplarni gapirmadi. Bo'ladi-yu. Instrumentlarni ishlatdi. Обычный как savdogarimiz deb qabul qilinglar bo'ldi. Keyin o'zi boshda aytiladigan gap edi, men oxirida aytaman, balki kimdir bu yoqqacha ko'rmas. Biz oddiy samimiy gaplashishni xohlaganimiz uchun ham adabiy gaplashmadik, ruscha aralashtirdik, chunki rus baribir ta'siri ostida katta bo'lganmiz. Sovet paytida bosib olingan bo'lsa, shuning uchun unaqa bizlarga jurnalistga qaragandek qaramasdilar. O'sha keyingi mehmonni o'ylashimiz kerak. Keyingi mehmon kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi mehmonni kommentariyada nada yana o'sha boshidagi tema mana shu sovg'alarni olib ketadigan odam, ya'ni mana shu ko'rsatuvga nom topadigan odammi, 4-odam qilib o'tirg'izib qo'ysa bo'ladi. O'zinglarni va yaqinlaringlarni ehtiyot qilinglar. Bizni sizlar bilan xudo xolisa keyingi sonda ko'rishamiz. Hammaga rahmat. Rahmat. Endi Nima? ko'ramiz siz alakazay haqida shuncha gapirgan. Alakazay homiyligini ham shuni. Или oxirida